Yüksaklik sari tasodif qilmagan 100 ta uchrashuv Barchaga assalomu alaykum. Men o'qigan paytimda qiziqarli shaxslarni o'quv yurtlariga olib kelishganda hammasi yaxshi edi, faqat bitta bir kamchilik bor edi. Hech qachon o'sha tadbirlar vaqtida boshlanmasdi. Qani biz ham shu nemislarga va yaponlarga o'xshab vaqtida kelsak, tadbirlar vaqtida boshlansa. Bizda bugun boshqacha vaziyat bo'ldi, chunki tadbir 12:30 ga belgilangandi. Hozir esa soat 12 dan 13 minutda. Bu muvaffaqiyatli insonlarning ajralmas xususiyatlaridan biri bu vaqtida kelishi, puxtalik. Bu degani Profi universitetining talabalari va ustozlari judayam puxtal. Rahmat. Faylasuf Yogan Newton yaxshi gap bo'lgan. Haqiqatning eng asosiy tamoyillaridan biri bu tajriba. Shuning uchun men o'zimni kasblarimni o'zgartirgan paytimda men vaqt yo'qotdimmi? Yo'q. Men tajribaga ega bo'ldim. Orzum bo'lgan. Shunaqa amaliy tajriba bo'lsa-yu, dunyo kezsam, dunyo tan olgan jahon universitetlarida men ham bir malaka oshirsam, intilganga toli yo'q. Hammasi Xudoga hisob shukr bo'ldi. Bu kitobni yana yozishimdan maqsad bu xayriya. 16 yil oldin rahmatli oyim 49 yoshda o'tib qolganlar. Saraton natijasida men bu paytda 23 yosh edim. Va o'sha paytdan boshlab men O'zbekistonda saratonga duchor bo'lgan bolajonlarga aynan ularning ota-onasida dog'ri olib berish imkoniyati bo'lmasa, o'shalarga yordam berib, o'sha yerda demak maxsus xayriya aksiyalarni o'tkazishga harakat qilardim. Xudoga behisob shukr, mana shu xayriya aksiyalar natijasida biz ko'plab bolajonlarga yordam berdik va yordam ishini davom ettiryapmiz. Buni men sizga hali prezentatsiya jarayonida ko'rsataman. Otabek aka, qarshi bo'lmasangiz, men o'zim moderatorlikni zimmamga olsam. Assalomu alaykum hammaga. O'tirsangiz yaxshi bo'lardi. Yana ham qulayroq ko'rishingizga charchamasdinglar. Hammaga salom, kelganingiz uchun rahmat. Bugun sizlar bilan suhbatga, ochiq suhbatimizga albatta Otabek Mahkamovni taklif qildik. Otabek Mahkamovni aslida tanishtirishga hojat yo'q. Juda ko'pchiliklar, hammanglar bilasizlar. Yurist, aktyor, jurnalist, bilmayman, bloger, vloger, har qanaqa holatda ham o'zlarini yetuk mutaxassis sifatida tanishtirgan xalqimiz uchun ham, umuman nafaqat bizning xalqimiz, balki Amerikadagi yashayotgan yurtdoshlarimiz, amerikaliklar uchun ham juda ham o'ziga xos talantga ega bo'lgan yurtdoshimiz Otabek Mahkamov. Barchalarni uchun taklif qildik. Bitta qarsaklar bo'lsin. Hammaga rahmat. Xo'p, endi men Otabekga so'z berishimdan oldin o'zi aslida tayyorlab qo'yilgan prezentatsiyalari bor edi. O'sha prezentatsiyalarni taqdimotlarini qilishadi va keyin savol-javoblar, ochiq muloqotimiz davom etadi. Otabek aka. Barchaga assalomu alaykum. Mana shundoq men o'qigan paytimda qiziqarli shaxslarni biz o'qigan o'quv yurtlariga olib kelishganda hammasi yaxshi edi, faqat bitta bir kamchilik bor edi. Hech qachon o'sha tadbirlar vaqtida boshlanmasdi. Maydalar, qani biz ham shu nemislarga va yaponlarga o'xshab vaqtida kelsak, tadbirlar vaqtida boshlansa. Bizda bugun boshqacha vaziyat bo'ldi, chunki tadbir 12:30 ga belgilangandi. Hozir esa soat 12 dan 13 minutda. Men xursand bo'lganim bu muvaffaqiyatli insonlarning ajralmas demak xususiyatlaridan biri bu vaqtida kelishi, puxtalik. Bu degani Profi universitetining talabalari va ustozlari
judayam punktual. Rahmat sizlarga. Dunyodagi eng o'sha agarda kimdir o'ylashi mumkin, eng punktual bo'lmagan xalqlardan biri bu o'zbek xalqi deb o'ylasa, adashasizlar. Bu narsani men o'z yuksaklik sari tasodif bo'lmagan yuzki uchrashuvda to'g'ri kitobimda ham yozganman. Bu aslida Filippin xalqi hisoblanadi. Ular hamisha kech qolishadi va ulardan bir kun Filippin davlat prezidenti so'zga chiqib aytadiki, endi butun dunyo ustimizdan kulyapti. Ular hamisha hamma joyga kech qolar ekan. Kelinglar xalqaro o'zimizni davlatimizda demak shunaqa bir katta bayram qilamiz, rasmiy bayram. Ya'ni kech qolmaslik va punktuallik kuni. O'sha kun belgilashadi va har yili aynan mana shu bayramda davlat prezidenti, Filippin davlat prezidenti chiqib soat 9 da xalqqa murojaat qilish kerak. Qanchalik punktuallik bu nihoyatda kerakli xususiyat. Va birinchi marotaba o'sha bayram e'lon qilishdi, davlat rahbari taklif qilishdi va davlat rahbari ro'parasi 3 soatga kech qo'ygan. Shuning uchun bizda bunaqa muammolar bo'lmaydi degan umiddaman va vaqtida ishlasak hammasi zo'r bo'ladi. Chunki rus shoirasi Marina Tsvetayevaning gaplari shaxsan men uchun hayotiy shiorlardan biri. Ya'ni uspeh это успеть. Ulgurmoq bu muvaffaqiyat. Qachon ulgurasizlar? Vaqtida qilsanglar. Qolaversa, Yaponiyada men shuni yoqdiki, u yerda belgilangan vaqtda o'sha joyga borish bu eng katta uyat deb hisoblanadi. Odam vaqtliroq kelishi kerak. Shuning uchun Yaponiyada hech qayerga shoshilmaydi. Bu yerda bir maqol bor. Vaqtida kelgan odam kech qoladi. Vaqtliroq kelgan odam o'z vaqtida keladi. Lekin kech qolgan odam unutilibdi. Shuning uchun Yaponlarda o'sha salam bo'lgan ko'z yaxshi bo'lardi. Yaponiya haqida ko'plab men hujjatli kinolar chiqarganman, chunki bu bir unikal davlat va u yerda o'sha shu tarixdan boshlab bilasizlar dunyoda eng qo'rqinchli fojiasi aynan Yaponiyada bo'lgan 1945-yil Hirosima va Nagasakida. Aynan o'sha yerga borib men o'zbek tilida hujjatli kino qilganman. Kim ko'rgan o'sha kinoni? Hujjatli videoni? Kim? Hirosima va Nagasaki haqida qo'lni ko'tarsin. Yomon emas, rahmat. Va demak, umid qilaman bu video sizga yoqdi. Bugun bu yerga kelishimdan maqsad 52 ta davlatda bo'lib 18 yil ichida u yerdagi super muvaffaqiyatli va o'zini yo'nalishida tirik afsonaga aylangan 100 ta shaxslar bilan ko'rishib, har biridan hayotiy saboqlar olgan edim. Va mana shu hayotiy saboqlarni men 3 ta tilda yozgandim. O'zimning kitobimda. Ya'ni o'zbek tilida bu yuksaklik sari tasodif bo'lmagan yuzki uchrashuv, rus tilida 100 неслучайных встреч на пути к вершине va ingliz tilida 100 serendipitous encounters on the way to the top. Birinchi nashrda 3 til bo'ldi, ikkinchi nashrda rus tilini nima uchun olib tashladim? Chunki kitob arzonroq bo'lishi uchun. Va talabalarga demak mana shu kitob hamyonbop bo'lish maqsadida. Lekin xudo xolisa 3-nashrda baribir rus tilini qo'shamiz, chunki bu ham bir juda go'zal til va rusiy zabon vatandoshlarimiz qolaversa, fuqarolarimiz ham yetarlicha. Shuning uchun 3-nashrda albatta rus tilini qo'shamiz. Kitobni yozishimdan 3 ta asosiy maqsad bo'lgan. Eng birinchisi bu bilganlarimni o'sha super muvaffaqiyatli insonlar orqali o'rgangan hayotiy saboqlarimni sizlarga, O'zbekiston yoshlariga taqdim etish. Ikkinchisi, kasb tanlashda sizlarga yordam berish. Shaxsan o'zim oxirgi 21 yil davomida 41 yoshga kirgan holda o'z kasbimni 9 marotaba o'zgartirganman. Bu degani, meni eng birinchi boshlagan kasbim ko'pchilik o'ylaydiki, bu yurist deb boshlagan. Yo'q. Eng birinchi kasbim xuddi sizlarga o'xshab, hurmatli ustozlar, men ham mana shunday oliygohlarda xalqaro huquq, inson huquqlari umumiy nazariyasi fanlardan dars berganman. Va bu men uchun juda ham yaxshi tajriba bo'lgan. Qolaversa, qachonlardir germaniyalik faylasuf Yogan Goethe yaxshi gap bo'lgan. Haqiqatni eng asosiy tamoyillaridan biri bu tajriba. Shuning uchun men o'zimni kasblarimni o'zgartirgan paytimda men vaqt yo'qotdimmi? Yo'q. Men tajribaga ega bo'ldim. Shuning uchun ham o'sha o'qituvchilikdan keyin
men praktikaga ketdim. Chunki yuridik fanlar bo'yicha dars berardim, lekin ko'chada ishlayotgan yuristlar bilan gaplasha olmas edim. Chunki amaliyot ham kerak edi. Keyin men komfort zonani tashladim, chunki qarasam o'zim shu dars berayotgan joyimda bu paytda ingliz tilini biladigan domlalar juda kam edi va hech esimdan chiqmaydi, qachonlardir Fransiyani o'sha paytdagi ichki ishlar vaziri va keyinchalik Fransiyaning prezidenti Nikolas Sarkozy kelgan paytda ham bilan tarjimon bo'lganman va juda zo'r davrlar bo'lgan. Lekin qarasam men komfort zonasiga kirib qolyapman. Qarasam Otabekjon qilib hammasi hurmatim joyiga qo'yishyapti, hattoki shu katta professorlar kelgan paytda ularning dissertatsiyalariga retsenziyalar yozdim, qolaversa ilmiy ish qilish boshladim, lekin bildimki komfort zonasi keldi. Undan agarda o'zingiz chiqib ketmasangiz, demak sizda stagnatsiya bo'ladi. Rivojlanishdan to'xtab qolasiz va kerak bo'lsa regressiya bo'ladi rivojlanishingizda. Orqaga qarab ketib qolasiz. Chunki sizda nima paydo bo'ladi? Bemalol garchilik. Ana shunday professorlar meni maqtayapti-ku. Rahbariyat hurmat qilyapti-ku. Qolaversa talabalar yaxshi ko'ryapti-ku. Chunki menda bitta ham o'qimaydigan talaba bo'lmagan. Dale Carnegie, amerikalik psixolog yaxshi gap qilgan. O'qimaydigan talaba yo'q. Malakasi yetarli bo'lmagan o'qituvchilar ko'p. Har qanday talabani men hamisha qiziqtirishga harakat qilardim o'z fanimda. Va shunaqa bo'lganki, ba'zi bir talabalarni haydash bilan bog'liq bo'lgan tadbir choralar boshlangan va o'qituvchilar oldiga kirishgan. Petsavetda iltimos ovoz berib boring, mana shu talabani haydashga. To'xting, familiyasi nima? Qaysi guruhga? Qarasam, bilmadim qanday ostida, lekin banda bu bo'ja alochi bo'lmasa ham, lekin 3-4 ni olib yuribdi. Shunda o'quv bo'limidan sampo degan narsa bor edi bizda, sampodgotovka. O'sha talaba dars qilib o'tirgan joyiga shunda borishganda 20 dan ortiq bo'lgan fan bo'lgan, lekin bitta daftar tutgan xolos. Bu ham bo'lsa, mana fanimdan. Nimaga faqat shu fandan daftaring bor xolos? Chunki o'qituvchi qiziqarli dars o'tadi. Lekin o'sha paytda men 20 yoshdaman. Endigina o'qishni bitirib, o'zim o'qigan harbiy akademiyada men dars berardim. Endi u paytda bunaqa tajriba tushimga kirmagan. Orzum bo'lgan. Shunaqa amaliy tajriba bo'lsa-yu, dunyo kezsam, dunyo tan olgan jahon universitetlarida men ham bir malaka oshirsam, intilganga toli yo'q. Hammasi Xudoga behisob shukr bo'ldi. Lekin o'sha yuridik praktikaga ketganimdan keyin, zo'r yurist bo'lganimdan keyin, hattoki buxgalterlar va auditorlar milliy assotsiatsiyasida dars berishni boshlaganimdan keyin hammasi undan-da zo'r bo'ldi. Ya'ni o'qituvchilik davridagi komfort zonasini yo'qotdim-ku, lekin undan-da katta yutuq bo'ldi. Ko'proq pul ishlashni boshladim. Bitta emas, ikkita emas, uchta emas, 7 ta kompaniyada birdaniga yurist bo'lib ishlashni boshladim. Hurmat keraklicha va kechirasizlar, hurmat o'tadi ketadi, lekin hamisha odam qordan chiqadi. Pul ham topish kerak. Va demak o'sha paytda pul ishlashni boshlaganman. Shundan keyin qarasam, yuridik yo'nalishda ham hammasi zo'r. Tasodifan bilmagan holda aktyorlikka kirib qoldim. Chunki ba'zi bir kinolarda yuridik konsultant bo'lib ishlardim va mana shunday kameralarni orqasida turib, men yuridik maslahatlar berardim va bir kuni bir aktyor o'zining rolini ijro eta olmagan, u tergovchi bo'lgan va o'sha paytda u tergovchi rolini ijro etmoqchi bo'lgan aktyor ekanki, endi aka, sizga o'xshaganlar kamerani orqasidan turib olib o'rgatishaveradi. Mana biz kamerani shunday to'g'risidan turib shunaqa rol ijro etamizki, sizlarning bu tushinglarga ham kirmaydi degan. Yo'q-e? Qani turing o'rningizdan. Yoqinglar kameralarni. Unga shunchalik ko'p o'rgatganmanki, hali tekstni yodlab olganman. Shunchalik o'rgatganmanki, o'zimda qolmagan. Keyin o'sha tergovchining rolini ijro etsam, joylar jannatda bo'lsin. Kechirasizlar. Rahmatli Bahrom Yoqubov, rejissyor, bilasizlar, super kelinchak, Baxt uchun million, Sarvinoz kinolarning rejissyori. Shunda menga qaraganingda aytganki, Otabek, nima uchun professional bo'lmagan aktyorlar professionallardan ko'ra yaxshi rol ijro etishyapti? Va shundan keyin aytgan, hamma kinolarimga sana olaman. Va agarda shu kungacha 59 ta kinoda rol ijro etgan bo'lsam, lekin Bahrom Yoqubovning kinolarida, aynan 7 ta kinoda men rol ijro etgan bo'lsam, o'sha kinolarda men bemalol dunyo tan olgan rejissyor va aktyorlarga maza qilib maqtanib ko'rsatganman. Majruh, Yondiradi kuydiradi, Men yulduzman, Fatima, Farhod va Shirin, mana shu kinolar. Keyin qarasam, yana zona komforti paydo bo'ldi. Agar bundan oldin komfort zonasi faqatgina o'zim o'qigan va ishlagan joyimda bo'lsa,
keyinchalik o'sha yuridik praktikaga ketgandan keyin Toshkent shahridagi yuristlarning ichida bo'lgan bo'lsa, endi bu safar O'zbekiston miqyosida yaxshi-ku, bu ham bir baxt. Shunaqa demak taniqli va hurmatga sazovor bo'lgan shaxs bo'lish. Chunki hozirda mashhur bo'lish u qiyin emas. Mana Ahad Qayumov mashhur. Shuning uchun ham albatta mashhur bo'lish kerak, lekin elni nazariga tushish, xalq nazariga va hurmatiga tushish yurayotgan paytingizda yoshi ulug' onaxon, otaxonlar siz duo qilishganda u boshqacha. Shuning uchun qarasam, yana o'sha komfort zonasiga kirib qoldim. Chunki hamma kinolardaman, hamma teleko'rsatuvlarda, hamma kliplarda va u paytda endi qo'shiqchi ham ko'p emas edi, lekin to'p qanaqa qo'shiqchilar bo'lsa, hammasi klipida rol ijro etganman. O'zbekiston xalq artisti va hozirgi kunda Madaniyat ishlar vaziri Ozodbek Nazarbekov, qolaversa Yulduz Usmonova, Rashid Xalikov, ya'ni to'p yulduzlarni kliplarda rol ijro etganman. Qarasam, yana o'sha komfort zonasi. Keyin mashhurlikni cho'qqisida 32 yoshda men Buyuk Britaniyaga ko'chib ketdim. Chunki ko'proq o'qimoqchi bo'ldim, o'zim ustida ishlamoqchi bo'ldim. Keyin esa qarasam, menga Britaniya unchalik to'g'ri kelmas ekan. Har xil sabablarga ko'ra. Va men Nyu-Yorkka ko'chib ketdim. O'sha yerda oxirgi 10 yil davomida yashayapman. U paytda sal qiyinroq bo'lgan, chunki men green kartasiz borganman, oddiy turistik viza bilan borganman va ba'zida odamlar nolishadi, ayniqsa biz vatandoshlarimiz, green card yutib olgan vatandoshlarimiz. Voy, ish yo'q, bu yo'q deyman. San deyman, bizga o'xshab turistik viza bilan kelib, hujjatlaringni noldan qilib, yillab ona vatanga bora olmasdan, hujjatsiz bo'lganligi uchun faqatgina 2 barobar past oylik to'laydigan joylarda bir hojatxonalar yuvguncha, bir restoranlarda ish-tovoq yuvguncha keyin ko'raman. Qanaqangi ish yo'q. Va mana shularda o'tishga to'g'ri kelgan. Lekin natijada Xudoga behisob shukr, Nyu-York tarixidagi eng birinchi o'zbek jurnalisti bo'ldim. Nyu-York shahar hokimidan intervyu olgan. Qolaversa ko'plab prezidentlardan, Polsha prezidentidan boshlab, Andrzej Dudadan boshlab, hattoki hozirgi Yevrosoyuz prezidenti Ursula von der Leyen. Lekin bular hammasi natija. Jarayonni men sizlarga keyingi kitobda albatta ko'rsatib berishga harakat qilaman. Agarda ruxsat bersanglar, hozirda ushbu kitobni juda qisqa tarzda prezentatsiyasini boshlaymiz. Rahmat. Bu kitobni yana yozishimdan maqsad bu xayriya. 16 yil oldin rahmatli oyim 49 yoshda o'tib qolganlar. Saraton natijasida men bu paytda 23 yosh edim. Va o'sha paytdan boshlab men O'zbekistonda saratonga duchor bo'lgan bolajonlarga aynan ularning ota-onasida dori olib berish imkoniyati bo'lmasa, o'shalarga yordam berib, o'sha yerda demak maxsus xayriya aksiyalarni o'tkazishga harakat qilardim. Shuning uchun ham ushbu kitobni men rahmatli oyijonimga bag'ishladim. Eng birinchi betida ochgan paytingizda mana shu tekstni o'qishingiz mumkin. Menga nafaqat hayot baxsh etgan, balki chin dunyoga ketgandan so'ng o'zimni batamom yo'qotib qo'ymaslik uchun madadkor bo'lguvchi go'zal tarbiyani in'om etgan volidayu muhtaramga bag'ishladim. Bu eng katta xatolarimdan biri, xayriya ishlarini men 16 yil oldin boshlaganman. Undan oldin emas. Nimagadir odamlar shunaqa, o'zini boshiga tushmaguncha nimagadir bu ishlar haqida o'ylamaydi. Ba'zi menga aytadi, o'ng qo'lingiz qilgan narsani chap qo'lingiz ko'rmasin, chap qo'lingiz qilgan narsani o'ng qo'lingiz ko'rmasin. Demak, Messi, Ronaldolar, George Clooneylar ahmoq ekan ular. O'sha qilgan xayriyasini ko'rsatishadi ular har yili. Qay tarzda ular o'sha kasal bo'lgan bolajonlar uchun klinikalar qurib berishini ko'rsatganda. Yo'q. Ular o'z muxlislariga millionlab auditoriyaga ega bo'lgan shaxslar ibrat bo'lishmoqda. Va ba'zi bir mana shunday kasal bolajonlar ham bor degan g'oyani unutib qolgan odamlar uchun ular kichik bir eslatmalar berib turishadi. Xudoga behisob shukr, mana shu xayriya aksiyalar natijasida biz ko'plab bolajonlarga yordam berdik va yordam ishini davom ettiryapmiz. Buni men sizlarga hali prezentatsiya jarayonida ko'rsataman. Bu kitobni muvaffaqiyatlardan biri, muvaffaqiyat sirlaridan biri, bu kitob juda samimiylik bilan yozilgan. Chunki
yozuvchi bo'lib odam tug'ilmaydi. Yozuvchilikka tayyorlaydigan dunyoda bitta ham universitet va fakultet hozircha ochilmagan. Balkim qachondir ochiladi, hozircha yo'q. Va pandemiya boshlanganda men mana shu kitobni yozishni boshladim. Har qanday hayotimda qiyin bo'lgan savollar bo'lsa, men javobni ikkita asosiy manbadan olaman. Birinchisi bu din, ikkinchisi bu tarix. Pandemiya boshlanganda qarasam, diniy nuqtai nazardan bu apokalipsisga, ya'ni qiyomat qoyimga generalniy repetitsiya. Odamzod shunchalik vahshiy bo'lib ketganki, yaratgan egam ularga o'z kuchini ko'rsatib qo'ydi. Va dunyo tarixida tarixiy nuqtai nazardan mana shu savolga javob topgan paytimda oxirgi 5 asr davomida har 18-19-yillarda birorta pandemiya bo'lgan. 15-asrda bu chuma, 16-asrda bu xolera, 17-asrda bu sariq lihoradka, 18-asrda bu tuberkulyoz, 19-asrda bu poliomiyelit, 20-asrda bu ispanka va 21-asrda bu koronavirus. Yaxshilab o'rgansam, har bir pandemiyani endemiyaga aylanishiga minimum 3-4 yil vaqt ketar ekan. Shunda bildimki, rock-and-roll qiroli Elvis Presley'ning aytgan gaplari aynan menga taalluqli. Ya'ni now or never. Hozir yoki hech qachon. Mana holatda bu hozir bo'ldi va o'sha kitobni aynan pandemiya boshlanganda men yozishni boshladim. Kitobni maksimal darajada samimiylik bilan yozganman va sizlarga bir tavsiyam bor. Sizlar ham albatta kitob yozinglar va o'sha mana shu kitobni agar sizlar super o'sha nafaqatgina o'sha o'zingizlar muvaffaqiyatlarni, balki mag'lubiyat, hamma narsani samimiy tarzda yozsanglar, mana shu kitobni sizlar nafaqatgina qarindoshliligiga, qo'shniligiga, yaqin do'stligiga, qolaversa barcha o'sha sizlarni taniydigan insonlarga, balkim eng o'zingizlar hurmat qiladigan insonlarga ham topshirish imkoniyati bo'lishi mumkin. Masalan, mana shunday insonlarga 2023-yilda Shavkat Mirziyoyev, O'zbekiston Respublikasi prezidenti Nyu-Yorkka tashrif buyurganlarida ular Amerikadagi eng muvaffaqiyatli o'zbekistonliklar bilan ko'rishdilar va o'sha paytda kitobni ularga topshirish imkoniyati bo'ldi. Va mana shu kitobni qahramonlaridan biri ham aynan Shavkat Mirziyoyev. Kitobni tashqi strukturasiga yaxshilab e'tibor bilan qaranglar. Kechirasizlar, birinchi ichki strukturasi. Birinchi navbatda bu har bir qahramon bilan birga tushgan rasm. Demak, 70% qahramonlar dunyo tanigan shaxslar, 30% o'zbekistonliklar. Qaysi o'zbekistonliklar? Aynan O'zbekistonni imijini jahon miqyosiga pozitiv nuqtai nazardan tanitayotgan vatandoshlar. Albatta ba'zi bir san'atkorlar mendan xafa bo'lishdi, ularda millionlab auditoriyasi bor, Instagramda ular bilan qolaversa juda yaqin do'stmiz, qachonlardir ularning kliplarida rolik joylatganman. Lekin men aytdim, O'zbekistonda mashhur bo'lish juda qiyin. Lekin sizlar ozgincha to'xtab qolgansizlar rivojlanishda. Nimaga? Chunki sizlar nafaqatgina O'zbekistonda, balki qo'shni respublikalar qolaversa, dunyo miqyosiga chiqishingiz kerak. Masalan, men eng hurmat qiladigan shaxslardan biri bu O'zbekiston qahramoni Munojot Yo'lchiyeva. Mana yaqin inson. Mana shu inson hozircha O'zbekistonning yagona san'atkor, chet elga borgan paytda ularning konsertlariga mahalliy aholi kiradi. Bizni bu yerdagi vatandoshlar va hamjamiyatimiz vakillari emas. Amerika borsam, Amerikaga kiradi konsertga. Londonga demak anglishalik kiradi, Germaniya demak nemislik kiradi. Mana shunaqangi noyob shaxs. Lekin ular kamda. Men boshqasini tanimayman. Shuning uchun demak mana shu kitobda 30% bu o'zini yo'nalishi bo'yicha katta muvaffaqiyatlarga erishgan bo'lib, O'zbekistonni jahon miqyosiga olib chiqayotgan shaxslar. Demak, birga tushgan rasm o'sha shaxsni juda qisqa biografiyasi, ular bilan bog'liq bo'lgan qiziqarli fakt, qachon va qayerda tanishganmiz va kitobning kulminatsion nuqtasi bu hayotiy saboq. Nimani men o'sha shaxsdan o'rgandim. Ba'zi bir o'ta mashhur shaxslardan qanaqa bo'lmasligi kerakligini o'rgandim. Shuning uchun ham mana shu kitobda umid qilaman sizlar ba'zi bir o'sha hurmat qiladigan shaxsiylarni men kritika ham qilganman.
Bunaqasi ham bor, afsuski. Masalan, shunaqalardan biri bu Hind aktyori Mithun Chakraborti. Bu insondan qanaqa bo'lmasligi kerakligini o'rganganman. Aytib bering. Aytib bering. Unda kitobim o'qinglar. Kitobning muqovasiga e'tibor bilan qaranglar. Birinchi navbatda nima e'tiboringlarni tortdi? To'ppa-to'g'ri paypoq. Men o'yladim, men bunaqa bir noyob shaxsman, faqat men kiyib yuraman bunaqa rang-barang paypoqlarni. Va o'tgan yili Nyu-Yorkda Birlashgan Millatlar Tashkilotida atrofimda 140 ta prezidentlar har birida endi ko'rishga maksimaliy harakat qilish kerak. Qachon yana 140 ta prezident bitta joyda o'tiradi. Ko'rishib yursam, har biri bilan tanishib, shunday kimdir qo'li yelkamga tushdi. Siz nimaga paypoqlar bo'yicha manohoyamni o'g'irlar deysiz deb yozdim ingliz tilida. Infarkt bo'lishib ketib qoldi. Unda qarasam, mana bu odam o'tiribdi. O'sha paytdagi Kanadaning bosh vaziri Justin Trudeau. Mayli kechirasiz, janob bosh vazir. Men bu g'oyani hali sizdan oldin boshlaganman. Desam, hop, uni ma'nosi nima? Ma'nosi oddiy. Mana har yurgan va har bosgan qadamim bayramdek bo'lishi kerak. Va keyin mazza qilib shunaqa qilib selfiga tushdik. Demak, kitobda uchrashuvlar, intervyular emas. Savol, hurmatli Profi universitetining talabalari, o'qituvchilar emas, talabalar, chunki o'qituvchilar bilan samimiy suhbat qilishadi. Intervyu bilan uchrashuvning o'rtasida qanaqa farq bor? Bu yerda qarang. Uchrashuv intervyu emas, uchrashuv. Bizning ijodiy uchrashuvimiz oxirida biz savol-javob o'tkazamiz. Masalan, mana shu sinimiz menga bir savol berdi. Bu intervyu. Keyin kichkina bechara qiynalib ketdi. Agar intervyu haqida bo'lsa, faqat bir kishi haqida suhbat boradi. Agar uchrashuv bo'lsa, ikki kishi yoki undan ko'proq odamlar. Bu yerda faqat man borman. Demak, faqat menga savol beriladi. Demak, uchrashuv vaqtida bitta odam bilan ham bo'lishi mumkin, ko'p odam bilan ham, lekin bu asosiy farq emas. Marhamat. Intervyuda bir tomonlama savol-javoblar borasida proyektga savol beradi. Lekin uchrashuvda ikkala tomon bir suhbatlashadi. To'ppa-to'g'ri. Intervyu vaqti, joyi rejalashtirilgan bo'ladi. Mana bu masalan, kim bu odam? Mana chap tomonda turgan. Kim bu? Kim Michael Jordan dedi? E'tibor bilan qaraymiz. Kim bu odam? Ha? Tak, men nahotki hozir Boburod hamdan mana shu narsa aytaman. Kim ekan? Kim ekan? Kim ekan bu? Kim ekan? Kim bu odam? Ha? ChatGPT'dan foydalanmagan holda. Kim bu odam? Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev 2023-yilda Nyu-Yorkka borganlarida kim ularni kutib oldi? Aeroportda o'zlari. To'ppa-to'g'ri Nyu-York shahar meri Erik Adams. Endi ko'pchilik o'ylashi mumkin, bir davlatni rahbari shunday bir shaharga kelganda albatta protokol bo'yicha shahar hokimi kutib olish kerak edi. Lekin muammo shundaki, shu kuni aynan Erik Adams bizni prezidentimizni aeroportga kutib olgan kuni 50 ta davlatlarning prezidentlarini samolyoti aeroportga qo'ngan. Va ular xohlagan taqdirda ham hammasini kutib olasiz. Maksimum 5 ta. O'shaning ichida bizni prezidentimiz ham bo'ldi, chunki birinchidan bu davlatimizga bo'lgan hurmat va u aynan Nyu-Yorkdagi o'zbek hamjamiyatini ham faolligi, ham qolaversa obro'si. Bu Nyu-York shahar hokimi. Intervyu juda ham yaxshi bo'lgan. Shu men oxirida aytdimki, ko'plab Nyu-Yorkdagi yoshlar uchun siz namunasiz. Shuning uchun o'zingizni o'sha hayot yo'lingizdagi eng asosiy muammolar gapirib bering deganda aytadiki, men umid qilaman, mana faqatgina Nyu-Yorkni yoshlari uchun, balkim qariyalari uchun ham namunaman deb aytganlar. Juda bir ajoyib inson, politsiyachi bo'lgan, politsiyachilikdan oldin u narkotiklar bo'lgan, juda qiyin oilaga katta bo'lgan, birovgisi juda bir qo'rqinchli oilasida.
lekin keyinchalik shu o'zini o'zi eplab, demak, o'ziga o'zi motivatsiya bergan holda, demak, o'qishga kirdi, politsiya mahkamasiga ishga kirdi, keyin Nyu-Yorkning senatori bo'ldi, keyin biz yashaydigan rayonning hokimi bo'ldi, ya'ni bu Bruklin deyiladi. Keyin esa mana hozirgi kunda Nyu-York shaharining hokimi. Demak, bu yerda mana bemalol ko'rib kelishingiz mumkinki, bu uchrashuv emas, bu intervyu. Chunki vaqti, joyi savollar emas, vaqti va joyi oldindan belgilangan edi. Endi agarda uchrashuv nazarda tutadigan bo'lsak, masalan, dunyoning eng mashhur qo'shiqchilaridan biri Enrique Iglesias bilan afsuski intervyu bo'lmagan. Uchrashuv bo'lgan. Ha, 1 daqiqalik uchrashuv bo'lgan. Chunki Iglesias Toshkentga rejadan tashqari bo'lgan konsertga kelgan va unda Argentinada katta konsert bo'lishi kerak edi va ular shoshib pishib Hayat mehmonxonasidan yurib chiqayotgan paytda men uni zo'r g'alabdan tutib oldim. Va men aytdim, intervyu umuman vaqt yo'q, chunki hozir mana samolyotim turibdi, Argentinada 100 mingga yaqin odam kutyapti. Xo'p, nima xayrlashdim? Shu bo'lsa mana rasm tushdik, xuddi bir-birimizni 100 yil tanigandek. Lekin mashina ketib qolgandan keyin shoshib pishib bir qiz yugurib keldi. Enrikeni plakati bilan va marker bilan. U juda ham uni hurmat qilar ekan va uni avtograf olmoqchi bo'lgan, lekin afsuski ulgurmadi. Shundoqqina ketib qolgan mashinani ko'rdi-da, yerga o'tirib yig'lashni boshladi. Men qanaqa qilib yordam berishni bilmay turdim. Bunda qarasam, Enrique Iglesiasning mashinasi qaytib kelyapti. Shundoqqina Enrique chiqdi mashinadan. Hali qizga bering markeringizni. Ingliz tilini bilmas ekan, keyin men tarjimon qilib turdim. Keyin shunda avtografini qo'ydi. Bering telefoningizni. Telefonni olib shunda selfiga tushdi u bilan. Keyin u qizdan so'radi. Endi yig'lamaysizmi? U qiz ham qarab. Va o'sha paytda qadimgi Xitoyda faylasuf Konfutsiyning gaplarini esladim. Buyuklik oddiylikda. 3-4 kun o'tgandan keyin men bir to'yxonaga bordim va u yerda shu trendda va brendda bo'lgan bir o'zbek san'atkori, millionlab auditoriyasiga ega bo'lgan san'atkor o'zini fonogrammasi bilan kechirasizlar. Uzr adashdim. Qo'shiqlari bilan keldi va demak, o'sha birov ijro etib bo'lgandan keyin shu ko'chaga chiqdi-da, mashinasiga o'tirayotgan paytda 3-4 ta uni muxlislari bor ekan. Ular kelib, "Assalomu alaykum. Rasm tushsa maylimi?" Shunday qarab, "Yo'q." dedi va mashinaga o'tirib ketdi. Mana shuning uchun ham uni faqatgina O'zbekiston taniydi. Enrique Iglesiasni esa butun dunyo. Shuning uchun ba'zi bir biza trendda va brendda bo'lgan san'atkorlarimiz Enrique Iglesiasdan qanaqa qilib muxlislar bilan o'zi muloqot qilish kerakligini o'rganib qo'ysa, menimcha yomon bo'lmaydi. Ushbu kitobning eng asosiy shiori bu o'zbek xalq maqoli. Odobni odobsizdan o'rgan. Chunki hali qadimgi Yunonistondan faylasuf Suqrotning yaxshi gaplari bo'lgan. Aynan mana shu gaplar mana kitobimning shiorlaridan biri. Hech kim bizga do'st emas, dushman emas, lekin har bir inson biz uchun ulug' ustoz. Va o'sha o'zbek xalq maqoli, ya'ni odobni odobsizdan o'rgan. Odam mashhur bo'lgani bilan ba'zida demak o'sha kibrga berilib ketishi mumkin. Qolaversa o'sha bobil madaniyati sal boshqacharoq bo'lishi mumkin. Shuning uchun ham biz bunday mashhur insonlardan hattoki ba'zida qanaqa bo'lmaslik kerakligini ham o'rganib qo'yishimiz kerak. Demak, kitobning strukturasini sizlarga ko'rsatdim va ichki demak ko'rinishi mana shunday. Marhamat, bu qaysi aktyor, kim bilanman? Ag'ab qayerda? Kim bu? Daniel Radcliffe. Garri Potter rolini ijro etgan kinoaktyor. Mana ko'ryapsizlar. Bundan oldin ichki strukturada masalan aytib berdim-ku. Birga tushgan rasm, juda qisqa biografiya, qiziqarli fakt, tasodif bo'lmagan uchrashuv va hayotiy saboq. Bu yerda ozgincha, chunki hayotiy saboqning asosiy qismi keyingi varoda. Bu sizlarga o'sha vizual tarzda demak tasavvurga ega bo'lishingiz uchun kitob aynan mana shunday tarzda yozilgan. Endi taqdimotlar O'zbekistonning barcha viloyat va shaharlarda, qolaversa hududlarda bo'lib o'tdi. Andijondan boshlab to Qoraqalpog'iston Respublikasigacha
Undan keyin esa ushbu kitobning taqdimotlari Amerikada bo'lib o'tdi. Nyu-Yorkda, San-Fransisko, Los-Anjeles, Ohio, qolaversa Orlando shaharlarida, Xitoyning Shanxay va Pekin shaharlarida, Xitoy davlatining demak Pekin va Shanxay shaharlarida, qolaversa Qozog'istonda, Turkiyada, Koreyada, Birlashgan Arab Amirligida, Yaponiyada va o'tgan oyi bu kitobning taqdimotlari Yevropada ham bo'lib o'tdi. Xususan Germaniyada, Fransiyada va Polshada. Shuning uchun shunaqa bir Yevro turnidan keyin men O'zbekistonga kelib, mana shu kitobning taqdimotlarini davom ettiryapman. Demak, xayriya. Shu kungacha biz $160,000 dan ko'proq bo'lgan pulga bolajonlarga, avvalambor bu saratonga duchor bo'lgan va qolaversa bolalar cerebral falaji shunaqa bir kasallik bor. Mana shu kasallikka duchor bo'lgan bolajonlarga biz bu safar aynan Yevropadagi taqdimotlarning oxirida men xayriya auksionlarini o'tkazdim va 25,000 yevroga yaqin pul yig'dik. Sistema shundan iboratki, bizga hech kim pulni bermaydi. Men kim kitobimni sotib olgan bo'lsa, ularning qo'llariga bizga kerakli dog'rilar va asbob uskunalarni ro'yxatini beraman hamda qachon va nechida va qayerga borishlarini o'sha demak sotib olgan narsalar bilan birgalikda men belgilab beraman xolos. 7-mayda biz bolajonlarimiz uchun maxsus qimmat ekan gidromassajniy vannochka sotib oldik. Bu vannochka nimasi yaxshi ekan? Bolajonlarga sog'lig'i nuqtai nazaridan bu fizlecheniya va bolajonlarga u juda ham yoqar ekan, chunki ichida o'yinchoqlari bor, rang-barang demak chiroqlari bor. Bola davolanayotganini bilmay qoladi. O'ynaydi, ham o'zining sog'lig'iga yaxshi, ham kayfiyati ko'tariladi. Afsuski qimmat ekan, $1,200 va uni hali o'rnatish ham $200 alohida. Shunaqa vannochkadan 5 tasini olib berdik. Qolaversa undan tashqari Bose apparat. Bu juda ham qimmat ekan, juda ham aynan bolajonlarga kerak ekan, $4,500 ekan. Buni ham olib berdik. Qolaversa Xiaomi degan dori kerak ekan. Uni bitta ampulasi $100 turadi, lekin bitta ampulani ikkita bolaga ishlatsa bo'ladi. Mana shunaqangi dorilarni olib berdik va obunachilarim bolajonlarga barcha kerakli bo'lgan narsalarni olib berishdi. Ya'ni pamperslardan boshlab to antiseptiklargacha, qolaversa salfetkalargacha. Bu degani o'zbek xalqi mana shunda birovni muammosini eshitgan paytda qo'lda nima kelsa o'sha narsani olib albatta olib beradigan xalq va hamisha shunaqa bo'laylik, shu narsani biz yo'qotmaylik. Xayriya bo'yicha rekord albatta Yevropada yaxshi, bu 25,000 yevro. Lekin rekord bundan oldin bo'lgan, u ham bo'lsa Dubayda bo'lgan. Dubayda mavludim rekord menda parashyutda sakrash bo'yicha bo'ladi deb. Chunki men bundan oldin 3 va 4 kilometr tepalikdan sakragandim, lekin Dubayda 5 kilometr tepalikdan sakradim. Lekin eng asosiy rekord xayriya nuqtai nazaridan bo'ldi. Chunki o'zbek millioneri Ulug'bek Maksumov kitobni $30,000 ga sotib oldi va mana shu klinikaga barcha kerakli bo'lgan dorilarni 1 yil oldindan sotib olib, sinisi orqali topshirdi. Homiylar. Bu shunaqa narsa bo'lki, endi kitob juda qimmat narsa, shuning uchun ham demak qisman bo'lsa-da agar homiylar bo'lmasa, kitob bunaqa arzon narxda bo'lmaydi. Bu kitob narxi 169,000 so'm. Lekin uni tan narxi 3 barobar qimmat. Shuning uchun ham mana shunday homiylarim bor. Bular bo'lsa Citifield kompaniyasi Kanadada bizning vatandoshlarimiz tomonidan ochilgan juda yirik kompaniya. Qolaversa O'zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti, mana shu universitet rektori Sherzodxon Qudratxo'ja, men yaqin do'stim va fikrdoshim. Ayniqsa o'zbek tili bo'yicha menga barcha chiqishlari yoqadi. Zo'r gap gapirdilar. Aytishlariga qaraganda bu gap Karl Marksga tegishli, lekin ba'zi bir manbalarga ko'ra bu gap Mahatma Gandiga tegishli. Ya'ni o'zini tug'ilib o'sgan yurtini tilini ikki toifadagi odamlar bilmaydi. Birinchisi bu okupantlar, ikkinchisi bu idiotlar. Juda ham to'g'ri. Juda ham to'g'ri. Demak, navbatdagi homiyim bu ISFT instituti va BNB Holding, Bekzod Mamatqulov mana do'stim bizga mana shu kitobni narxi arzonroq bo'lishi uchun va sizlar bemalol mana shu kitobni sotib olishingiz uchun ancha yordam berishdi. Ularga rahmat. Qolaversa yana hamkorlarim bor. Bu Yoshlar ishlari agentligi, O'zbekiston Yoshlar umumjahon assotsiatsiyasi, qolaversa mani informatsion hamkorlarim bu My5 telekanali va Renaissance telekanali, do'stlarim Renaissance Bank, Event Art, Asahi Books. Mana shu Asahi Books orqali
bu kitobni men demak arzonroq narxga chiqarishga imkoniyat menda paydo bo'ldi. Chunki bundan oldingi kitobni men o'zim chiqargandim, o'zim tanish bilish qidirgan holda va juda qimmatga tushgandim. Chunki erinmagan odam meni aldagan. Kim erinmagan bo'lsa hammasi aldab chiqadi. Keyin esa bu O'zbekiston Royal Towers va albatta Daniel Hill mehmonxonasi. Bu kitobda men 16 ta bob qilgan bo'lsam, o'sha boblardan biri bu yaqinlarim. Yaqinlarimda ikkita inson yozganman. Bu mana buvim va oyim. Nima uchun bu jonni men albatta mana shu kitobda yozdim? Chunki fransuz yozuvchisi Viktor Hugo'ni yaxshi gap bo'lgan. Agarda siz birorta insonni yaxshi tomonga o'zgartirmoqchi bo'lsangiz, ushbu jarayonni siz uni bu jonisidan boshlashingiz kerak. Va shuning uchun ham mana qahramonlarimdan biri bu albatta mana bu jonim. Chunki ular ko'rmagan narsasi qolmagan. Ikkinchi jahon urushi, qizil terror, repressiya, kollektivizatsiya, industrializatsiya. Va o'sha paytda qiz bola o'qimasligi kerak degan butun mahalla, lekin shunga qaramasdan bu jonimda ikkita oliy ma'lumoti bor. Chunki bu jonni hayotiy shiorlardan biri bu amerikalik millioner Henry Fordning gapi. U esa shunday degan: agarda o'z vaqtida odamlarning gapiga qarab ish qilganimda, men mashina emas, balki tez yurar otni ishlab chiqargan bo'lardim. Sizlarga ham shu maslahat. Rejadagi kitoblarimiz. Avtobiografiya yozishga hali ertalik qiladi, chunki juda ham hali yoshman. Lekin oxirgi 10 yil davomida musofirchilikdagi bo'lgan hayotim haqida kitob yozishni boshladim. Musofirchilikka ko'pchilik intiladi. Qaniydi Amerikada yashasam, Buyuk Britaniya, Yevropada yaxshi. Lekin men qilgan xatolarni istarib qilmasligim kerak. Chunki aqlli odam bor, dono odam bor. Aytganda o'z vaqtida Konfutsiy. Aqlli odam muammoli vaziyatga tushib qolgan paytda o'ylash kerak. Qay tarzda mana shu vaziyatdan chiqib ketsam ekan. Dono odam qay tarzda muammoli vaziyatga tushmasam ekan deb o'ylash kerak. Sizlar aqllimi, sizlar dono bo'lishingiz shart. Va musofirchilik albatta bo'lish kerak. Dunyo kezinglar, dunyo ko'ringlar, sayohat qilinglar. Lekin aynan mana shu musofirchilikni boshlashdan oldin o'zini tayyorgarlik ishlari bor. Uy vazifalar bor. O'shalarni men o'z kitobimda yozganman. Aynan Amerikadagi hayotim haqida, qay tarzda bu Amerika mana juda ham ko'p marotaba yig'ilgan va qolaversa xursand qilgan paytlari ham bo'lgan. Shuning uchun ushbu kitobning nomi quyidagicha bo'ladi: Amerikaga qanday borsa bo'ladi. Davom ham bor, faqatgina samolyot orqali. Keyingi kitobimiz bu yuksaklik sari tasodif bo'lmagan 100 ta intervyular. Bu yerda oxirgi 9 yil davomidagi meni intervyularim, ya'ni mashhur insonlar bilan, muvaffaqiyatli insonlar bilan. Va 100-intervyuni men o'tgan yili dekabr oyida oldim. Bu kinoaktyor orqali men 34 yil oldin Amerikadagi davlat borligi haqida xabar topgandim. Chunki o'sha paytda O'zbekiston endigina mustaqil bo'lgan va men o'sha kuni maktabga borganman 91-yilda va mana shu aktyor bilan men qachondir ko'risharmikanman va o'sha paytda hamma sinfdoshlarimga aytardim. Mana shu aktyor bilan men albatta tanishib, do'st bo'laman deganimda hammasi ustidan kulishgandi. Hozir esa men ularning ustidan kulyapman. Bu ham bo'lsa Kevin McAllister, ya'ni Macaulay Culkin. Ko'pchilik aytadi, har ketib deydi. Aslida 45 ga inson qaraysizmi? Hamma buni 10 yoshli bolada biladi haligacha. Bularni demak katta o'g'li o'ziga o'xshaydi. Aytadiki, dada deydi, har yili shu kinoni ko'rayotgan paytda bu siz o'ylamagansiz bu kinoda. Kim o'ylagan? Men o'ynaganman. Qarang, o'sha bolaki menga o'xshaydi. Siz o'xshamaydi deydi. Yaxshi tomoni shundan iboratki, Kevin McAllister, ya'ni Macaulay Culkin O'zbekiston haqida yaxshi ma'lumotlarga ega. Pokiston bilan va Afg'oniston bilan adashtirmadi. Unga endi boshladim O'zbekiston tarixini gapirishni. Dedi, to'xta. Menga geografiyadan dars bermang. Men juda yaxshi bilaman O'zbekiston qayerda joylashganini. Yo'q, poytaxt qaysi shaharsiz? Albatta Toshkent. Bo'lganmisiz desam, yo'q, lekin borish niyatim bor. Xudo xolisa, Kevin McAllister, Macaulay Culkin olib kelamiz O'zbekistonga. Demak, navbatdagi kitobning qahramoni, keyingi kitobning qahramoni bu bundan oldin aytib o'tganimdek Polsha davlati prezidenti Andrzej Duda. Ular ham
huquqshunos menga o'xshab, ular ma'muriy huquqdan o'z vaqtida dars berganlar. Shuning uchun biz tezda demak til topishib ketdik. Navbatdagisi buni yaxshi bilasizlar, Silvestr Stallone. Va eng oxirgi uchrashuvning oxirida unga savol berdim. Rambo yoki Rocky? Desam, faqat Rocky dedi. Keyingi qahramonimiz Serbiya davlat prezidenti Aleksandr Vučić. Navbatdagisi bu qizlar bu aktyor kelgan paytda sharmanda qilgan deydi. Hozir ham sharmanda qilyapti. O'sha paytda kiyimlarni yirtib tashlashgan edi. Burak ekani. Men aytdim, nima qilasizlar? Buni kiyimni yirtib, biznikini yirtsanglar bo'lmaydimi? Desam, yo'q. Buniki boshqacha deyishdi. Shunaqa xafa bo'lib ketdim. Shunaqa rashk qildim. Lekin qiziqarli intervyu bo'ldi. Ingliz tilini juda ham yaxshi biladi. Qolaversa, endi biz tengdoshlik. Shunaqa bo'ladi hammasi. Biz avlod. Demak, Yevrosoyuz prezidenti Ursula von der Leyen yaqinda O'zbekistonga kelib ketdilar va O'zbekiston haqida fikrlari juda ham iliq. Navbatdagisi bu aktrisani menimcha ko'proq ustozlar bilsa kerak. Bu Alibobo va Qirqqaroqchi kinosidagi Xatuba qo'shig'ini ijro etgan Zinat Aman. Buni sizlar tanimaysizlar bu odamni, lekin uni prapradedushkasi tayyorlagan taomni hammanglar yegansizlar. Chunki bu taomni bu odam 160 yil oldin tayyorlaganda, hattoki patent qilib qo'ygan va bu taomning nomi Iskandar kebab. Mana shu odamni dodasi ushbu taomni birinchi marotaba tayyorlagan. Bursa shahrida bu intervyu bo'lib o'tdi. Qolaversa, Mongoliya davlat prezidenti kim bu? To'g'ri. Juda muvaffaqiyatli sportsmen Ronnie Coleman, afsuski unda sog'lig'i bilan juda katta muammo, chunki juda katta vaznni ko'tarib olgan. Intervyu paytida men so'radim, nimadan afsuslanyapsiz desam, undan-da og'irroq bo'lgan vaznni ko'tarishib kerak edi o'sha paytda dedilar. Shunchalik ichki motivatsiyasi kuchli bo'lgan shaxs. Va bu kitobda nafaqatgina mashhur bo'lgan insonlar, balkim noyob bo'lgan insonlar bor. U ham bo'lsa, yer sayyorasidagi yagona odam suyaklari savdosi bilan shug'ullanadigan do'konni egasi. Juda qiziqarli intervyu bo'lib o'tdi. Nimaga? Chunki bilaman sizlarda menga bitta shaka aytdilarki, tibbiyot yo'nalishida ham fakultet ochilibdi sentyabr oyidan, demak qabul boshlanadi. Bularning asosiy demak klientlari bu tibbiyot bilan bog'liq bo'lgan universitetlar. Chunki Alloh har birimizni suyagimizni shunaqa bir noyob tarzda demak yaratganki, mani skeletim boshqa odamga o'xshamaydi, sizlarning skeletingiz ham boshqalarnikiga o'xshamaydi. Demak, tibbiyot muassasasini tugatayotgan talaba qancha ko'p real skeletlarni o'rgansa, shuncha uni tajribasi ko'proq bo'ladi. Qolaversa, albatta plastik suyaklar orqali ham o'rgansa bo'ladi, demak, odam skeletini. Lekin qulog'imizning ichida shunday bir kichkina bir suyakcha borki, hech qaysi plastikdan uni haligacha hattoki yaponlar ham qila olmayapti. Bu narsani faqatgina real suyak orqali o'rganish kerak. Mana shunday. Endi hurmatli Profi universiteti talabalari, taqdimotimning oxirida sizlardan bir iltimosim bor edi. Agar iloji bo'lsa, albatta siz ham kitob yozing. Va kitob yozgan paytingizda albatta bana o'sha taqdimotga taklif qiling. Bu degani siz yozgan kitobning taqdimotlarida ko'rishganda ko'rishguncha. Otabekka judayam ajoyib taqdimot uchun katta rahmat. Energiyangiz hammaga sezilib turdi. Bu uchun judayam katta rahmat aytmoqchimiz. Otabekka, men Otabek bilan uchrashganimda ham endi o'zi tengdoshmiz, lekin baribir Otabekka deymiz. Nimaga? Chunki o'zbek xalqida shunaqa aka deyishimiz, o'sha uchun hech hayron bo'lmanglar. Men aytmoqchi bo'lganim, mana Otabekkani Instagramdan ko'pchilik biladi, to'g'rimi? YouTubedan ko'rgansizlar, to'g'rimi?
Men ko'p yozaman, mana shu turklardagi maqol haqida, Hershey Ramen degan maqoli bordi. Turklarda, ya'ni Hershey Ramen degani, ya'ni hech narsaga qaramasdan deganida. Biza bitta narsani inobatga olishimiz kerak. Men birinchi videolaridan boshlab ko'rganman Otabek aka bu YouTube'ga chiqishda. Hozir tushuntirib beraman. Haligi birinchi videolaringizda esingizda bo'lsa, agar birinchi videolarni hozir ham YouTube'da turibdi, ko'rsanglar bo'ladi. Haligi mikrofon ham yo'q-da. Petlichka mikrofon, bizdagidek hozir birinchi videolarda bo'lgan, keyin paydo bo'lgan. Ya'ni petlichka mikrofon, u ham hozirgi intervyu olayotgan mikrofonlarimizga qaranglar, ya'ni bittasi unda, bittasi sizda, bittasi yana uchinchi bir shaxsda turadi. Mana shunaqa. Lekin o'sha paytda o'sha videolar ham yo'q edi va albatta videoga oladigan shaxs ham bo'lmagan. Ya'ni ko'chadagi odamlar, keling olib turing, siz ushlab turing. Siz ya'ni ko'rsangiz, mana o'sha videolardan bittasi New Yorkdagi o'sha Amerikaga borgan talabalar, ya'ni qanaqa qilib borish kerak, qanaqa qilib grant yutish mumkin. Mana shu haqida videoni ko'rsanglar, chiroq ham yo'q. O'zi hech narsa anaqasi ham yo'q-da, ya'ni bir kichkina va katta ehtimol bilan o'sha qo'lida bor nima imkoniyat bo'lsa, ya'ni telefonmi, boshqami, ya'ni telefonni balki katta ehtimol bilan hatto kimdir ushlab turadigan stabilizatori ham yo'q bo'lgan va kimdir ushlab turgan yoki bir kitobga suyantirib qo'yishganmi, shunga o'xshagan. Lekin o'sha video ham turibdi. Men aytmoqchi bo'lgan narsam nimaga, ya'ni hech narsaga qaramasdan boshlash kerak. Ya'ni bugun siz nimadir qilmoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, nimadir harakat qilmoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, qaysidir ishni boshlamoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, nimadir o'rganmoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, her sheye rağmen, ya'ni hech narsaga qaramasdan boshlashingiz kerak. Bugun boshlash kerak. Bu ertaga ideal payt, ertaga kamera olaylik, ertaga mikrofon olaylik, keyin boshlayman, ana undan keyin mana bunaqa qilaylik, bitta mobilografni topaylik, mobilografni o'rganib olaylik, keyin boshlayman. Mana shunaqa narsalar emas, boricha boshlash kerak. Blog yuritmoqchimisiz? Boricha boshlang. Kitob yozmoqchimisiz? Boricha boshlang. O'shanda hammasi yaxshi bo'ladi va eng asosiysi samimiyatni yo'qotmasangiz bo'ldi. Otabek aka, sizga juda ham katta rahmat va albatta endi savollarga navbat beramiz. Kimda savol bo'lsa, bitta faqat men harakat qilaman. Eng yaxshi savol muallifiga albatta kitob sovg'amiz bor va kitobni olib ketishingiz mumkin. Xo'p, kelinglar, birinchi qizlarimizdan boshlaylik. Bitta O'g'loy. Ismim O'g'loy, familiyam Bo'ronov, Profi University boshlang'ich ta'lim fakulteti 4-bosqich talabasiman. Bundan 7 oy oldin YouTube'da sizning ochilmagan sir ko'rsatuvda onamdan ayirgan saraton mavzusida intervyu berganingizni ko'rdim. Ham bu intervyu ham tema asosida. Bog'chada to'polon qilgan paytingiz onangiz sizni shunaqangi jazolagan ekan, 7 kun erta kitob o'qib bermayman degan ekan sizga. Shunaqangi chiroyli tarbiya bergan hamda o'sha Lev Tolstoyni har kuni reja tuz va uni bajar shior ostida sizlarga tarbiya bergan ekan. Bu uchun albatta sizdek inson bo'lib yuksalishingiz uchun onangizga ham rahmat aytamiz. Xo'sh, mening savolim, Otabek Mahkamov hozirgi kunda ham onasi siz olgan tarbiyani farzandlaringizga ham berasizmi va u farzandlar uchun nechalik to'g'ri hisoblanadi? Rahmat O'g'loy savol uchun. Albatta, endi biz niyatlarimiz bor edi. Men orzularimdan biri aynan farzandlarimni oyim katta qilsalar deb. Lekin afsuski bunaqa payt bo'lmadi. Shuning uchun men eng o'zi katta xatolarimdan biri bu o'qish paytida ham, o'qishdan oldin, o'qishdan keyin ham men ko'plab xalqaro olimpiadalarda, xalqaro ko'rik tanlovlarda qatnashardim, dunyo kezardim. Oyim ham dunyo kezardilar, chunki oyim birinchilardan bo'lib 90-yillarning o'rtasida
O'zbekistonga noan'anaviy tarzda dars o'tish, yangi texnologiyalarni olib kirgan insonlardan biri edilar. Shuning uchun agarda men Amerikada bo'lsam, oyim Avstraliyada bo'lardilar, umuman yer sayyorasining boshqa qismida. Va afsuski biz juda kam suhbat qilganmiz. Hattoki kam rasm tushganmiz. Hayotimiz davomida birgalikda 5 marotaba rasm tushganimiz xolos. Va ba'zida o'sha oyim telefon qilganlarida men band edim, masalan. Eng katta xatolarimdan biri o'sha paytda qaysi buyuk shaxslar bilan ishlashimdan qat'iy nazar kechirasida bir daqiqa mani oyim telefon qilyapti deb chetga qochib bir og'iz hol-ahvol so'rab keyin o'sha buyuk shaxslar bilan ishimni davom ettirishim kerak deb o'ylayman. Lekin men yosh edim, 23 yosh edim. Oyim 49 yoshda edilar. Biz o'ylaydik hali vaqt ko'p deb. Hali bir-birimizni diyorimizga to'yamiz, qolaversa o'sha kam suhbat bo'lgan bo'lsa-da, lekin har bir suhbat esimda bor. Nuqta virgulgacha. Va o'sha men eng katta xatolarimdan biri o'sha ko'proq o'sha suhbatda bo'lmaganim. Shuning uchun ham endi biz bilmaymiz qachon biz hayotimiz tugaydi. Bu narsa Allohdan. Va mana oyim o'qigan maktabda Farg'onada Jahon tillari gimnaziyasida MDH davlatlarida juda mashhur bo'lgan kinoaktyor o'qigan Aleksandr Abdulov. Наверное, Чудо, Карнавал degan kinolarni ko'rgan bo'lsangiz, juda demak, самое привлекательное shu kinolarda rol ijro etgan. O'sha odam yaxshi gap bo'lgan. Bizni hayotimizning davomiyligi bizni qo'limizda emas. Bu narsa faqatgina yaratgan egam qo'llarida. Lekin mana shu hayot qanchalik tarzda qiziqarli bo'lishi va boshqa odamlarga qanchalik ko'p foyda keltirishingiz bu sizning qo'lingizda. Men o'ylaymanki, oyim kam yashagan bo'lsa-da, lekin foydalari jamiyatga ko'p degan. Shuning uchun ulardan o'rganganim eng birinchisi farzandlar bilan bo'lgan suhbat. Bizga sir bo'lmagan oyimlar. Mani sirdoshim oyim bo'lgan. Yaqinda bir kurs menga savol berishdi. Agarda farzandingiz sizni endi dada albatta deydi. Shu dadadan tashqari yana bir so'z bilan, qaysi so'z bilan chaqirishni xohlagan bo'lardingiz? Sirdoshim. Men farzandimni sirdoshim deb chaqirsa, men juda ham xursand bo'lardim. Chunki agarda siz farzandingiz bilan do'st bo'lmasangiz, mana shu sirdoshni farzand ko'chada qidiradi. Kafolat bormi bu sirdosh yaxshi odam bo'lishdan? Yo'q. Shuning uchun ham mana shundoq demak, birinchidan kitoblarga bo'lgan muhabbat, kitob odatini shakllantirish va qolaversa aynan sirdosh bo'lish, mana shu narsani men oyimdan o'rgandim va o'zimni farzandlarimga ham mana shu narsani tatbiq etishga harakat qilaman. Instagramga unaqa kirib videolaringizni kuzatmayman, lekin yaqinda Telegramda video ko'rib oldim. Intervyularingizdan birida aytgansiz, qaysidir hodisadan keyin fikringiz o'zgargan. Bu ixtilofi sababi agarda sizning dushmaningiz bo'lmasa, demak siz super muvaffaqiyatli inson emassiz. Bu fikrga nima sabab bo'lgan yo qanaqa hodisadan keyin kelgansiz? Oyim ham ideal inson bo'lmaganlar. Shuning uchun ularning bergan tarbiyasida ba'zi bir keyinchalik men tushungan shunaqa bir paytlar bo'lgan ekanki, oyim ham xato qilgan ekan. Oyim rahmat aytardilar. Hech qachon dushmaning emas. Hamma bilan yaxshi inson. Masalan, kim eng hurmatli shaxslar edi. O'sha paytda Maksim Galkinni juda hurmat qilardim, chunki кто хочет стать миллионером ko'rsatib olib borardi. Intellektual show. Orta savol berardi, o'sha Tigerga ham javob beradi va mana shu javobga Maksim Galkin tarixdan, adabiyotdan misollar keltirib, o'sha javobni qo'yadi. Va qanday shunaqa bo'lsa, necha tilni biladi Galkin. Mana shu Galkinni biladi. Hech kim bilan urushmaydi. Mana televideniyada hamma bilan zo'r munosabatda, u dushman yo'q. Sana shunaqa bo'ladi. Lekin keyin tushunib yetsam, keyinchalik o'zim mana hozir 10 yil yashadim va agarda siz muvaffaqiyatli inson bo'lmoqchi bo'lsangiz, sizda kim bo'ladi? Raqiblar bo'ladi. Raqib har bir sizni duo qiladi. Undan zo'r bo'lsin ishingiz. Mandan ko'proq pul toping. Mandan sifatliroq mahsulot chiqaring. Amin, Allohu akbar deydi. Yo'q albatta. Kim u? Raqib. Dushman. Demak, agarda dushman bo'lsa, bu yaxshimi yo'q?
qilib harakat qiladi. Buyuk britaniyalik shoir, yozuvchi, jurnalist, chaptizm yo'nalishini yorqin vakili Charles Mackay bu vaqtda dushmanlar haqida zo'r she'r yozgan. U she'rni o'zbek tiliga tarjimasini qidirmanglar. Ben shaxsan o'qib tarjima qildim. Original tilda, ingliz tilida fan dars o'qisam. You have not enemies, you say? Alas, my friends, the birth is cold. He who has mingled in the fray on duty, that's the brave indoor. You must have made force. If you have done small of the work that you have done. You've hit a traitor on a hip. You've dashed or come from urgently. You've never turned the wrong to right. You've been covered in the fight. Враги. Не нажал говоришь врагов. Позор мой друг, а не заслуга. Кто честь отстаивать готов, тому бывает очень туго. Коль нет врагов, со всеми мил, с полсилы знать ты жизнь прожил. Ты путь предателя не смог, ты не изобличил подлог, ты не сорвал с лжи покров, признай, у труса нет врагов. O'zbekunda. Deysan dushmanlarsiz o'tdi bu hayot, nahot sharaf bo'lsa bunday qismat. Kimda ustun bo'lsa, nomus, or va shon uning hayot yo'li, o'tmagan inson. Raqib yo'q, ko'tarib hammaning ko'ngli, yarim yurak bilan yashagan uchun bilmay soxtalikni fosh etmoq darsin. Yirtib yubormading yolg'on pardasini. To'xtab tashlamading sotdim kimsani, tan ol, qo'rqoqlarning bo'lmas dushmani. Marhamat. Ipadi. Siz. Mayli, ulardan keyin mayli. Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchi mahkamim. Men ismim Durdona, ingliz tili adabiyoti yo'nalishi o'qituvchi kurs talabasiman. Savolim shunday bo'ladiki, hurmatli Otabek mahkamim, mana shu kungacha hayoti davomida nima ish qilgani va nima ish qilmagani uchun hozirda afsusda. Afsusda bo'lgan xato emasligi aytib o'tdim. Oyimlar bilan kam suhbatda bo'lganim. Shu ishdan haligacha afsusdaman. Savolingiz birinchi qismi? Afsuslamaganim. Afsuslamaganim bu mashhurlikni cho'qqisida 32 yoshda hamma narsani shundoq qilib yig'ishtirib, meni hech kim tanimaydigan Amerikaga ko'chib borib, o'sha yerda hojatxona yuvganlarimdan, idish tovoq yuvganlarimdan umuman afsusda emasman. Zo'r tajriba bo'lgan. Yulduzlik kasalligini eng zo'r profilaktikasi o'sha. Va alaykum assalom. Ismingiz? Universitetini 4-kurs talabasiman. İngliz tili va adabiyoti fakultetida. Ismingiz? Bo'ronova Marg'obaman. We know that you know very well English. Can you speak very well and understand you? So can I give you a question in English? Sure. We know that everything starts with family. We know that successful people have the approval and blessing of their parents. Please tell us the best blessing and upbringing your parents give you. And please give the answer in Uzbek because it's important and I want everyone to understand it. So should I say in English or in Uzbek? I'm Uzbek. Sizni ingliz tilini yaxshi tushunishingizni bilganim uchun nima qilyapman? Samarqand viloyatining chekka bir qishloqlaridagi maktabda ingliz tili o'qituvchisi bo'lib ishlayman. Baraka toping. Shunaqa o'qituvchilarga qarshi chalish kerak. Rahmat. Shaharda o'qituvchi bo'lib ishlash bu juda ham yaxshi, lekin chekka qishloqlarda, ayniqsa ingliz tilidan boshqa mana shunday murakkab fanlardan dars berish bu qahramonlik deb o'ylayman. Universitetga
43 yoshimda o'qishga kirganman. Maqsadim Juda ham yaxshi o'qdi. Men hozir o'qiyotgan universitetda meni kursdoshim 88 yoshda. Shuning uchun hali hammasi oldinda. yagona maqsad shu bo'lgan, o'zim yashayotgan chekka qishloq bolachalariga ingliz tilini o'rgatish edi. Savolimni umid qilamanki yaxshi tushundingiz. Thank in advance for the answer. Endi savolingizga qisman javob berib bo'ldim bundan oldin, ya'ni o'sha onamdan olgan hayotiy saboq, chunki biz afsuski ko'rmaganmiz. 3 yoshimizda ota-onamiz shunaqa bo'lib qolgan, ular ajrashib ketganlar. Shuning uchun ota haqida men hech narsa deya olmayman, chunki ota biz ko'rmaganmiz. Lekin agarda ona tomonidan bo'ladigan bo'lsa, bu 3 ta asosiy omil. Eng birinchisi bu katta avlodlarning vakillaridan duo olish. Ikkinchisi bu kitobga bo'lgan mehr. Uchinchisi bu qaysi ishni qilishingizdan qat'iy nazar, hattoki o'ziga yoqmaydigan ish bo'lsa-da, uni mukammal tarzda bajarish shart. Chunki o'sha paytda sizda barcha ishlarni zo'r qilish odati paydo bo'ladi. Oyim rus tili adabiyoti o'qituvchisi bo'lganlar uchun hamisha shu maqol keltirardilar. Посеешь привычку, пожнешь характер. Посеешь характер, пожнешь судьбу. Mana shu narsa. Va alaykum assalom. Ismingiz? Kecha yurtdoshimga yozib qoldilar, istoriya bo'ldi. Siz bilan uchrashuv bo'lishini. Rasman xursand bo'ldim. Chunki juda ham xohlagandim siz bilan ko'rishishni. Rahmat. Bizning darsimiz asosan boshqa filial bo'ladi. Balki yozdim, qaraydi bizga bo'lsa, chunki u yoqda darsimiz bor, yoqib kelsa. O'qituvchilarimiz aytib qolishdi, hamma bu yoqqa kelsin. Rosa xursand bo'ldim siz bilan uchrashganimdan. Salomat bo'ling. Savolga o'tsam, sizni hayotingizda erishgan yutuqlaringizga qarab maqsadingizni aniq belgilab olgan inson sifatida taniyman. Shuni bilmoqchi edimki, siz maqsadlaringizni qanaqa aniq belgilab olgansiz va maqsad qo'yishda nimalarga e'tibor qaratish kerak, bu ko'pchilikka qiziq va qiyinchiliklarni qanaqa yengib o'tgansiz, shu haqida aytsangiz. Rahmat Yulduzxon. Maqsadni hamisha uyalmasdan eng kattasini qo'yaman. Eng ambitsioz maqsadni qo'yaman. Nyu-Yorkka endi ko'chib kelgan paytimda, shu ish savollarni yurgan paytimda, menga "Voy, jim sekin deydi. Kamroq taraq qilinglar nimaga? Nyu-York shahar hokimi keldi. Mehmon bo'lyapti, o'zini oila a'zosi bilan." Shunda men endi juda bir qo'rqinchli fartuqda edim. Chunki idish tovog'ini top-toza fartuq bilan yuvmaysiz-ku, to'g'ri? Shunda qarasam, Nyu-York shahar hokimi oila a'zolari bilan, kongressmenlar bilan, senatorlar bilan o'tiribdi. Bu Amerikaga borganimni birinchi haftasi edi, ko'chib borganimda. Shunda unga qaradim-da, "Marka, hali shunaqa kun keladi. Mana shu insonda men intervyu olaman va mana shu intervyu bu hayotida eng zo'rlardan biri bo'ladi." Oradan 7 yil o'tdi. Haqiqatan ham bunday intervyu oldim. Va yaqinda ko'chib kelgan paytimda bir tadbirda ko'rishib qoldik. "Yaxshimisiz?" "Ha, rahmat." Keyin sizni bergan savollaringiz juda zo'r edi. Juda zo'r intervyu bo'lib o'tganda, men "Ha, qo'ying, janob mer. Sizdan kim intervyu olgan bo'lsa, hammaga shunaqa degan bo'lsangiz kerak-a?" desam, qaysi savollarni o'ziga bergan bo'lsam, hammasini menga yoddan aytib berdi. "Yo'q," dedi. "Bu intervyu boshqacha bo'lgan." Ya'ni men uyalmasdim katta maqsad qo'yishga. Ha, mayli, hokim bo'lmasa ham, hech bo'lmasam, birorta bir yordamchisidanmi, haliga tanishidanmi, qo'shnisidanmi intervyu olarman demasdim. Hokimmi, demak o'zidan intervyu olaman. Va shunaqa katta maqsadlarni qo'yishga, ambitsioz shaxs bo'lishga men uyalmasdim. Maktabda o'qigan joylarimda meni yoqtirishmasdi. Всезнайка deyishardi va qolaversa выскочка deyishardi. Chunki ularga yoqmas ko'pchiligiga. Aynan nima chunki men harbiylashgan o'quv yurtida o'qigan paytimda bizda yo'da ko'proq xo'jalik ishlari, naryadlar, paxta, g'alla, poligon, hamma narsa bo'lgan, faqat o'qish bo'lmagan. Men aytdim, mana shu o'qishga kirishimdan maqsad mutaxassis bo'lish. Qora ishchi bo'lish emas.
desam jim yur bo'lmasa achitmaydi bo'ladi. Bo'ldi. Achitsin bo'ldi. Gap yo'q. Uy vazifa qilishga imkoniyat bo'lmasdi. Chunki dars 9 dan 1 gacha bo'lardi. 1 dan keyin shu 2 gacha agarda tushlik bo'lsa, 2 dan soat 12 gacha xo'jalik ishlari, jazo, hamma narsa naryadlar bo'lardi. 12 dan keyin men o'zim o'qigan payt joyimga yaqinda bordim. Shundaqana kasarmada ikkita temir taburetkani olib chiqardim-da, yozardim. Uy vazifani tayyorlardim. Ertasi kuni o'qituvchi so'rardi: "Kim uy vazifani tayyorlamadi?" Butun guruhga turardi. Nimaga tayyorlamadinglar? Chunki kecha xo'jalik ishlari bo'ldi, chunki naryad bo'ldi, chunki jazo bo'ldi. Ha mayli, becharalar, mayli, o'tiringlar, mayli. Unda yangi mavzu. Qanaqasi yangi mavzu? Uy vazifa bu bizning muammomiz. Qanaqa biz naryadlarda bo'lganimiz. Men demak o'sha 12 dan 2 gacha, 3 gacha, ba'zi 4 gacha uy vazifa qilib o'tirardim. Chunki soat 6 da podiyom bo'lardi va biz 5 kilometrlik cross yugurardik har kuni ertalab. Shuning uchun o'qituvchi nimaga Mahkamov tayyorladi, qolganlar tayyorlamadi? Bilmadik qachon bo'lgurdi. Bo'ldi, Mahkamovga 5, qolganlarga 2. Keyin butun guruhga yomon ko'rib qo'yganman. Mana agar sen ham turganingda biz bilan birga tayyor emasmiz deb hammamizga qarshi chiqa olmasdi. Mayli, keyinchalik biz mutaxassis bo'lgan paytimizda bizga mana shu hozirgi uy vazifani tayyorlamaganimiz qanchalik ta'sir qilar ekan? Agarda bola 1-sinfga borib G harfini o'tayotgan paytda o'sha darsga kelmay qolgan bo'lsa, u umrida oxirigacha G harfini bilmasdan o'tib ketadimi? Va shuning uchun o'sha paytda ham o'sha dushmanlar yetarlicha bo'lgan. Yaqinda mana 20 yillik bo'ldi o'qishni bitirishimizga keldim. O'sha 3-4tasi qanaqa 20 yil oldin bo'lgan bo'lsa, ahmoq, haligacha yaxshi saqlanib qolibdi. Xuddi o'sha munosabat. Salom bersam hattoki Aliga ham beradi. Juda ham yaxshi. Men butun respublika salom beraman. Bu 2-3tasi Ali olmagandan hayotimdagi eng qo'rqinchli yo'qotish o'sha bo'lsin. Muammolarni qanaqa qilib, qiyinchiliklarni demak hal qilgan. Birinchisi bu qiyinchilikni borligini tan olish. Ikkinchisi bu qiyinchilikdan kerakli xulosani qilish. Uchinchidan bu qiyinchilik emas, balkim mana shu vaziyatga bo'lgan munosabat deb qarardim. Shu. Rahmat. Bundoq qilaylik. Bu tomonga tuzataylik. Mana shu yigitimiz rosa qo'llarini cho'zdi. Mana shu yigit. Bu tomonga savol berdi-da, hozir bu tomonga tuzataylik. Keyin yana bu tomonga bitta shunaqa qilmasak, Демократия больше, to'g'ri. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Ахмулаева Адель. Я студентка первого курса экономического факультета. У меня к вам вопрос. Какая у вас главная мотивация в жизни? Есть ли у вас какая-то цитата или мотивационная речь какого-то человека, который помогает не сдаваться и идти дальше и делать больше? Спасибо, Адель, за вопрос. У меня очень много цитат, которых я обожаю и которые являются моим жизненным девизом. Таких много. Конечно, одна из них — это выдающаяся русская поэтесса Марина Цветаева. Она говорила так, что успех — это успеть. Потрясающие слова. Но самое главное, та, которая изменила меня в лучшую сторону, она очень короткая. Есть потрясающая книга. Написал ее американский писатель Кен Кинзи. Книга вышла в 1962 году. Называется так: One Flew Over the Cuckoo's Nest. Полет над гнездом кукушки. В 1975 году эта книга была экранизирована великолепным и очень профессиональным режиссером Милошем Форманом, царство ему небесное. И в этом фильме, в книге есть очень хорошая фраза, очень короткая. Вот именно эта фраза является самой главной для меня. Действие происходило в психиатрической клинике. Шел спор между психически невменяемыми и тем, кто притворяется, стимулирует то, что он психически невменяем. Потому что люди там считали, что на улице очень злые, страшные люди, поэтому лучше жить не там на свободе, а здесь, в заточении. И главный герой, Джек Николсон его, кстати, исполняет, очень хороший актер. Горжусь тем, что с ним виделся, дай бог ему здоровья. И вот он играет эту роль, Патрика Маккинзи, главную роль, он говорит, он пытается доказать окружающим, что на самом деле не так страшно там на улице. Все зависит от вас, надо стараться.
Надо всегда стараться. Поэтому в узбекском языке потрясающее есть выражение, которое взято из Корана. Харакетта бараке. И тогда он сказал, хотите, я сейчас сделаю нереальную вещь. Вот к полу был привинчен умывальник. Он сказал, хотите, я его сейчас отвинчу? А все говорят, да не сможешь. Он говорит, смогу. Да не сможешь, смогу, не сможешь. И он схватился за этот умывальник и попытался его оторвать от земли. Не получилось. Хотя пытался вовсю. У него вены чуть не полопались. А вокруг него все люди начали смеяться. И тогда он сказал потрясающую фразу. Вот эта фраза является самым главным моим жизненным кредо. Он сказал так. At least I've tried. Ну я же хотя бы попытался. Вот так и я живу, Адель. Спасибо большое. Ну, пожалуйста, да. Вы хотели задать вопрос? Пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Файзулина Ванесса. Как? Файзулина Ванесса. Ванесса, а вы понимаете узбекский язык? Я потому что всю лекцию прочитал на узбекском. Я так сейчас жалею, что какие-то моменты я не уточнял на русском языке. Я учу его. Прекрасно. Я желаю вам удачи. Это самый прекрасный язык в мире. Я люблю читать, и поэтому хотела спросить у вас, какую бы книгу вы посоветовали, которая однажды перевернула ваш мир, возможно? Та книга, которую я сказал до этого, «Полет над гнездом кукушки», потому что благодаря этой книге я понял, что для чего человеку нужна свобода. Почему каждый из нас нуждается в свободе. Первая книга вот эта. Вторая книга – это потрясающая актриса театра и кино. Вы ее знаете по фильму «Буратино». Вы смотрели сказку про Буратино? Помните актриса, которая исполняла роль черепахи Тортилы? Помните? Это, как ее звали? Рина Зеленая. Знаете, где она родилась? В Ташкенте. Да, она родилась в Ташкенте в 1900 году. У нее есть прекрасная книга, называется «Разрозненные страницы». И в этой книге я прочитал, как она в свое время познакомилась с Сергеем Есениным, как она работала с Агнией Барто, как она дружила с Фаиной Раневской, с Мариной Цветаевой, с Анной Ахматовой. Вот эта книга очень повлияла на меня, потому что она все-таки наша соотечественница, как она писала про Ташкент в те годы. Вот эта книга. А если, скажем, с точки зрения психологии, потому что я знаю, что здесь есть кафедра психологии, я был на одном из занятий, то, наверное, это будет две книги. Первая, это, конечно, Дейл Карнеги, как заработать друзей, да? Потрясающая книга. Хоть и немножечко уже устарела, потому что все-таки была написана почти век назад. Но, прочитав эту книгу, я вам рекомендую прочитать вторую книгу, которая была написана против этой книги. Называется «Анти-Карнеги. Человек-манипулятор». Автор Эверест Шостром. Вот эти книги я вам крайне рекомендую прочитать. Валик ассалам. Savolim shundan iboratki, siz boshqa gapirib ketdingiz. Har bir yurgan qadamimni bayram deb hisoblash uchun shunaqa rang-barang naskilar kiyamapmiz-da. Shu sizni o'ylantirdi. Siz o'ylaysizki, faqat shu bayramga o'tishi, bu xursandlik faqat rang-baranglikdan iborat deb o'ylaysizmi yoki nimaga aynan naskini tanlagansiz? Shim yoki kostyum? Bo'ldi, bugundan boshlab faqat shim kiyib yuraman. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Aslida ikkalanglar qo'llarni ko'tardinglar mana shu uyga savol berish uchun. Qoyil. O'tgan kuni ko'rmadinglarmi press konferensiyani Donald Trampda? CNN jurnalisti qo'lini rosa ko'tardi-yu. Qanaqa savolingiz bor? Nimaga janob prezident menga ruxsat bermayapsiz savol berishga desa, chunki sizlar fake newslar, men sizlarni hurmat qilib emasligi imkoniyati yo'q. Tak, siz savolingizni bering desa, u o'rnidan turib, janob prezident, meni savolim CNN jurnalisti bilan bir xil. Shunga men o'rnimga shu bera qolsin. Marhamat. Assalomu alaykum. Ismim Muhammadbek. Va alaykum assalom. Birinchi kurs talabasiman. Savolim shundan iboratki, tasodifiy bo'lmagan yuzta uchrashuv. Kitob yozilish jarayonida 100 dan ortiq insonlar bilan uchrashgansiz va bu uchrashuvlar orasida siz uchun eng muhimi qaysi bo'lgan va bu uchrashuvdan qanday hayot desa bo'lmaysiz?
har bir uchrashuv albatta unutilmas va hayotda yaxshi tomonga o'zgartirib yuborgan. Lekin eng esda qolarlilardan biri bu Taxtlar o'yini serialini ko'rganmisizlar? The Game of Thrones, Igra prestolov. Ko'rganmisizlar shu serialni? O'shaning bosh qahramoni kim bo'lgan? Jon Snow, to'g'rimi? O'shani rol ijro etgan Kit Harington. Mana shu kinoaktyor bilan bo'lgan uchrashuv eng unutilmaslardan biri bo'lgan. Chunki bu aktyor o'zi aristokratlardan kelib chiqishi, hattoki hozirgi qirol Karl 3-ning qarindoshi. Shunga qaramasdan u aristokratlarni nihoyatda yomon ko'radi. Nimaga desam, chunki zodagonlarni topgan gapi bitta. Mana bobom mana shu ish qilgan, mana buvim shu ish qilgan, o'zing nima ish qilgansan? Mana bobom deb boshlab ketadi. Shuning uchun ham bizga ham bu narsa tegishli. Chunki hamisha o'tib ketgan buyuk alomalarni biz eslaymiz va bu juda ham yaxshi. Chunki tarixiy nuqtai nazardan biz mana shunday shaxslar bo'yicha faqatgina bitta davlat bilan raqiblik qila olamiz, bu ham bo'lsa Yunoniston. Agar Yunonistonda aristokratiya, Demokrit, Aristotel, Pifagor bo'lsa, bizda Abu Ali ibn Sino, Abu Rayhon Beruniy, Ahmad al-Farg'oniy, lekin biz mana shunday buyuk allomalarga munosib avlod bo'lyapmizmi yoki yo'qmi? Menimcha hozircha yo'q. Shuning uchun ham Kit Haringtonning gaplari menga juda ham yoqdi. Ya'ni tarixni hurmat qilish kerak, lekin zamon bilan hamnafas bo'lish kerak. Mana shunday. Siz qiynalib ketdingiz. Shu filmimiz qiynalib ketdilar. Balki savolingiz yo'qmi sizning? Borib keling, siz bera qoling savolingizni. Bolajon qiynalib ketdi. Menimcha butun uchrashuvimizni shu bolacha yaxshi tushundi. Nimalar haqida bo'layotganini qiling. Marhamat. Men Samara Qadirayeva Musliman. Shu yerda hamma savol javob beryapti. Men savolim shundan iboratki, sizdan shu paytgacha hech kim so'ramagan savol, lekin har doim siz javob berishni xohlagan savol bormi? O'sha nimada iborat? Shu savolga javob bergandan ko'ra kitob bera qoling. Chunki deyarli hamma savollarni menga berib bo'lishgan. Lekin shunaqa albatta savollar bor, hali ular menga berilmagan. Lekin men ularni sizga aytmayman, nimaga? Masalan, bir savol berishganda, agar imkoniyat bo'lganda, o'tib ketgan buyuk shaxslardan qaysi biridan siz intervyu olgan bo'lardingiz deb menga savol berishganda, men aytganman, birinchisi bu agar 3 ta bo'ladigan bo'lsa, top 3 bo'ladigan bo'lsa, birinchisi bu albatta payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam. Qani edi? Ikkinchisi bu Iso alayhisalom. Va uchinchisi Leonardo da Vinci. Lekin bu odamlarga qanaqa savol berishimni men sizga aytmayman. Bilasizmi nimaga? Chunki eshitib qolishlari mumkin va ko'rishgan paytda ularga qiziq bo'lmay qolishi mumkin. Sizdan iltimos, mana shu kitob sizga. Bolajon qiynalib ketdi. Yordam beringlar. Bolajon qiynalib ketdi, shuning uchun mana shu kitob sizga. Keling, telefoningiz qayerda, rasm tushib olamiz. Keling. 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 Bo'ldi? O'zingiz kitob olaman. Rahmat. Sizga omad. Rahmat. Bolajon qiynalib ketdi. Yordam bering. Yordam bering. Yosh onalarimizga qarsanglar. Hurmatli Profi universitetining talabalari, kelinglar final 3 ta savol qilamiz va keyin sizlar bilan sekin-astalik bilan xayrlashamiz. Maylimi? Marhamat. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ajratilgan qimmatli vaqtingiz uchun minnatdorchilik bildirmoqchiman. Salomat bo'ling. Va Boymatov Jasurbek psixologiya sohasida 4-kurs talabasiman. Men savolim, kun kelib kelajakda siz Nobel mukofoti sovrindori bo'lsangiz va mana shu Nobel mukofoti qanday sohada bo'lar edi va aynan ana shu vaqtda bu kitobni qaytadan yozish kerak bo'lgan bo'lsa,
bu kitobdagi uchrashuvlar soni nechta deyilgan bo'lar edi va bu kitob aynan kimga atalgan bo'ladi? Qoyil. Bitada shunaqa 3 ta savol beryapsiz. Demak, ismingiz Jasur, a? Jasur. Keling, oxiridan boshlaylik. Demak, bu kitobni men buni oldin ko'rdingiz, rahmatli oyimlarga bag'ishladim. Keyingi kitoblarimni ham aynan rahmatli oyimga bag'ishlayman. Va birinchisi, agarda qachondir Nobel mukofotini olsam, bu orzularimdan biri albatta, qaysi sohada, qaysinisini berishsa biz hammasiga tayyormiz. Bersa bo'ldi. Lekin mana shu Nobel mukofotini har bir tiyinigacha, bilasizlar, $1,5 million yaqin pul. Mana shu pulni hammasiga men O'zbekistonda jurnalistika bo'yicha universitetga asos solib, mana shu universitetni men yaratgan bo'lardim. Agar ruxsat berishmasa, har xil sabablarga ko'ra, demak, fond qilardimda, aynan bilimdon yigit qizlarimiz eng chekka qishloqlarda ular bilan o'sha suhbatlar o'tkazib, unaqa juda ko'p, men juda ko'p qishloqlarga boraman. Chetlarga juda ko'p boraman. Aynan o'shalarni o'qishini o'zim mana shu Nobel mukofotidan men ta'minlab bergan bo'lardim. Va'da beraman, bir tiyinni o'zimga, farzandlarimga, oilamga, tanishlarimga, qarindoshlarimga, qo'shnilarimga, katta xolam farzandlariga ishlatmayman. Tak. Oxiridan hech kim, kelinglar mana oxirida o'tirib olgani, ana shu yigitimiz. O'sha yigitimiz. Keling. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Men ismim Ilhomjon. Men savolim shunday iboratki, hozirgi paytda qizlarga o'qishga ruxsat bermaydigan ota-onalarni eshitib boramiz. Yoki bolalar bor, uylanish arafasidagi yoki kelajagini oldindan ko'radigan bolalarni fikrlarini eshitib boramiz. Xotinim o'qimasa yaxshi, o'qimaydigan uylanaman. O'zim tarbiya qilib olaman degan fikrlar ko'p uchrab qoladi. Sizda rahmatli onangiz va rahmatli olsin. Rahmat. O'qituvchi bo'lganlar. Shunday. Sizni bunga shunday ota-onalarga, shunday bolalarga o'z fikringiz, kelajakda bolaga o'tadigan o'sha ilm ko'proq onadan bo'ladi deydi. Shunga to'g'ri. Rahmat Ilhomjon. Savol haqiqatan yaxshi bo'ldi. Bilasizmi Ilhomjon, mana shu kitobda men yozganman. Rahmatli oyim Oliy Majlis deputatligiga o'z nomzodlarini qo'ygan. Va saylov oldi kampaniyasida bahsda bo'lgan. Ularni raqiblari Azot zavodini boshlig'i bo'lgan, Neft zavodini boshlig'i bo'lgan, Pravda Vostoka gazetasini bosh muharriri bo'lgan va mana oyim rus tili adabiyoti o'qituvchisi. Ko'rib tursa daraja. Va o'sha paytda o'sha raqiblardan biri savol berib qo'ygan. Ular aytganki, siz o'zi osiyolik ayolmisiz? Ha, nimaga osiyolik ayollarga demak zarur bo'lgan narsa sizda yo'q? Nima ekan o'sha? Siz Oliy Majlisga qarab intilmasligingiz kerak deyishgan. Siz ayolsiz-ku, osiyolik ayol, o'zbek ayoli. Siz uyda o'tirishingiz kerak. Faqat uyda o'tirishingiz kerak. Shu uyda ishini qilib, bola chaqani qarab. Shuni oyim aytganlarki, avvalambor O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyasidagi moddani hali hech kim bekor qilmagan. O'zbekistonda erkaklar va ayollar teng huquqlidir. Ikkinchidan, shunday bir muvaffaqiyatli siyosatchi ayollar bo'lganki, ular aynan Osiyo davlatlaridan chiqishgan. Masalan, Hindistondagi Indira Gandhi, Pokistondagi Benazir Bhutto, Turkiyadagi Tan Suu Kyilar, ular hammasi Osiyolik davlatlardan chiqqan. Bu ikkinchidan. Va uchinchidan deganlar oyim. Oliy Majlis bu erkaklarning xomxonasi emas. Ayollarga kirish taqiqlanish uchun. Mana shu narsa men kitobimda ham yozganman. Ayol kishi albatta o'qigan bo'lishi kerak. Ha, biz ham albatta erkaklar tarbiyani beramiz. Lekin asosiy tarbiyani 70% desa ham bo'ladi, ayol kishi beradi. Ayol kishi o'zi o'qimagan bo'lsa, dunyo qarashi tor bo'lsa, farzand qanaqa bo'ladi? Va shuning uchun O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyev, bilasizlar, O'zbekistonda barcha qizlar uchun magistraturani bepul qilib qo'ydilar. Nimaga?
Chunki o'qimishli ayol o'qimishli farzandni katta qiladi. Kimdir hali men o'zim tarbiyalab olaman deydigan bo'lsa, u odam borib bog'chaga ishga kirsin, tarbiyachi bo'lib. Tak, va kelinglar. Keling. Keling, mana men bera qolaman mikrofonni. Turaversin shu. Avvalambor assalomu alaykum. Egamberdek va Baxtiniso pedagogika psixologiya yo'nalishi bo'yicha birinchi kurs talabasiman. Maktabni bitirib 19 yildan keyin profi institutga talaba bo'ldim. Bu meni katta quvonchim, baxtim. Mana shu motivatsiya bilan profi institutga rahmat aytaman. Sizlarga bilimli buyuk insonlar bilan uchrashtirdim. Birinchi o'rinda profi institutga rahmat aytaman. Va savolim bu savol, ichimdagi savollarimga deyarli javob oldim. Yana bitta savolim, mana shu bilimli kuchli bo'lishda bu tasodifmi, hayot, taqdirmi yoki qisqa bilimlar yig'indisimi? Men sizni ko'p kuzatmaganman, lekin hozir shunaqa fikrda tug'ilib qoldim va sizdan aytib o'tishni anaqa qildim butun talabalarga. Motivatsiya oldimda sizdan. Men aytaman, 19 yil maktab darsida yuz kirganman-da. Timay dars qilaman, timay gapiraman, davrlarda gapiraveraman. Atrofdagilarni g'alati qarash qiladi. Ta'limni bugun ham vazifalarni bajarib kelganman, uyga o'zimcha bugun gapirmayman. Qolganlarga beraman mikrofonni qaysi ma'noda deganman, lekin gapiraverar ekanman. Hozir shuni sizdan motivatsiya oldim o'shanga. Savolim, mana shunaqa kuchli buyuk inson bo'lish bu taqdirmi, tasodifmi yoki qisqa hayotiy bilimlar yig'indisimi? Bir so'z bilan nima degan bo'lardingiz? Rahmat. Men ojiz keldim chunki tepaligimda qarash menimcha mana to'g'ri kelmaydi. Bilasizmi, omad bor, muvaffaqiyat bor. Ikkalasining o'rtasida juda katta farq bor. Omad bu bugun mana Bektosh aka yordamida men bu yoqqa taklif qilishdi va bu yerda mana uchrashuv bo'ldi, savol javob bo'ldi. Va bu omad o'tadi, ketadi. Muvaffaqiyat esa menga masalan siz savolingiz juda ham yoqdi. Va keyinchalik masalan men sizni qayerda ko'rsam, sizga ta'zim qilaman, salom beraman va siz bilan tanishganimda juda ham xursandman. Siz savolingiz yoqqani bu muvaffaqiyat. Shuncha odam o'tiribdi va shuncha qiziqarli savollar berildi, lekin siz savolingiz eng noyob, eng ekstraordinar, eng noan'anaviy bo'ldi. Mana shu muvaffaqiyat. Omad har birimizga beriladi. Xudodan. Lekin omadni muvaffaqiyatga aylantirish bu bizning qo'limizda. Men hamisha aytib berganman. Agarda sizlarning orzuylardagi bir inson bo'lsa, ko'rishmoqchi bo'lgan. Bu inson bilan tasavvur qilinglar, sizlar liftda ko'rishib qoldinglar. Elevator pitch deydi bir narsada Amerikada. Ya'ni siz eng hurmat qilgan insonni siz liftda ko'rib qoldingiz. Va qancha vaqt bo'ladi sizda? O'sha u bilan o'sha bitta kichkina xona ichida bo'lishga 1 daqiqagacha maksimum, to'g'rimi? 40-50 sekund. Mana shu vaqt ichida o'sha liftda, mana shu inson bilan siz bo'lib qolganingiz bu omad. Lekin mana shu 1 daqiqagacha bo'lgan vaqtda siz o'zingizni qay tarzda unga tanishtirasiz? Va agarda mana shu insonni siz yaxshi nuqtai nazardan albatta uni esda qolgan bo'lsangiz, uni xotirasida, bu muvaffaqiyat. Bu inson sizga как minimum biznes qog'oz berish kerak, siz yoki kofega taklif qilish kerak, yoki kechki ovqatga. Mana shu muvaffaqiyat. Agarda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyev bilan ko'rishganimni, xronometrajni ko'ringlar, qancha gapirganimni? Ko'ringlar. Masga aytaman. 52 sekund. 52 sekund. Avvalambor bunda odamlarning vaqtini hurmat qilish kerak. Ularning vaqtini hurmat qilsangiz, siz o'zingizning vaqtingizni hurmat qilasiz. Bu butun avtobiografiyangizni ularga aytib berish shart emas. 52 sekund bo'ldi, o'shani o'zi yetadi. Keyin mana kitob topshirdim, shu men ko'rdinglar qanchalik hammasi yaxshi tugadi. O'zi video 59 sekund, 52 sekund gapirganman, qolganini deb kitob topshirganman. O'sha uchrashuvga men kirganim bu omad bo'ldi. Lekin o'sha yerda turib o'zimning kitobimni bemalol qo'llariga topshirganim bu muvaffaqiyat. Shuning uchun esdan chiqarmanglar. Har qanday super muvaffaqiyatli insonda omad bo'ladi albatta. Lekin bu omad qanchalik muvaffaqiyatga aylanishi
Ho'kizni qo'limizda. Assalomu alaykum. Siz Instagramda ko'rganimda kitobingizni taqdimotini ko'rganman. Shunda juda xohlaganman shu konferensiyada qatnashish. Lekin men O'zbekistondaman, ular siz Dubaydaligingizda ko'rganman-da. Keyin qanaqa nasib qilarkan deganman-da. Lekin qarayman, institutda hozir shunaqa ko'rishib turibmizda. Bilmagandim, biz Biruniy kampusda o'qiymiz. Bizning o'qishimiz bu yoqqa ko'chirdi. Shu nasib qildi-da, qarang. Lekin o'sha paytda o'zingizdan o'sha dastxatingiz qo'yilgan kitobingizni olishni xohlagandim. Mana bugun xudo xohlasa ko'rdim o'zingizni. Mening savolim, men bilaman siz faqat har doim faktlar bilan, dalillar bilan ish qilishingizni bilaman. Lekin hozirgi zamonda har xil jamiyat vakillari bilan birga yurasiz. Lekin men berayotgan savolim, siz qalb omurlaringizga ko'nglingiz og'riganda qanaqa qilib davo qilasiz hozirgi paytda? Yana bir marta? Mana kimdandir xafa bo'lasiz, yoki ko'nglingiz og'riydi, hamma odamni qalbi yaralanadi. Siz shunaqa paytda qanaqa qilib davo qilasiz? Rahmat. Bitta sir aytib qo'ying. Men hech qachon hech kimdan xafa bo'lmayman. Chunki hech kim bilan bahslashmayman. Shunaqa bir rivoyat borki, Kavkaz tog'larida 160 ga kirgan bir otaxon bor ekan. Ko'rinishi juda sog'lom, tetik, baquvvat, xushchaqchaq, yumorlariga gap yo'q. Va undan hamisha so'rashardi. Shunaqa 160 ga kiribsiz. Shunaqa sog'lig'ingiz ham zo'r. Siri nimada? Otaxon aytadiki, men sizlarga har biringizga bitta aytib o'tiramanmi? Hammani bitta yig'ilibdi joyga, men keyin sizlarga aytib beraman. Hammasini yig'ishadi. O'sha otaxon yashaydigan tog'lar atrofiga. Shunda mikrofon o'chatib qo'yishadi. Marhamat, ayting endi siringizni degan u aytadi. Sirim shundan iboratki, men hech qachon hech kim bilan hayotim davomida bahslashmaganman. Hamma jim bo'lib qolsa-da, bir yosh yigit turib o'rnidan bo'lishi mumkin emas, bu yolg'on desa, otaxon qarab, to'ppa-to'g'ri bo'lishi mumkin emas, bu yolg'on. Oxirgi savol va bugungi keling. Ben juda xursand bo'ldim. Bugun psixolog kafedrasi dotsenti. Otajon Modiman, psixolog. Hozir hamma talabalar bergan savollarni nima qilib turib, men birinchidan rahmat aytmoqchimanki, shu uchrashuvga kelganingiz uchun. Chunki bular fikrlari o'zgardi, hayotda o'zlari juda katta motivatsiya olishdi. Bu juda ham ruhlanadigan uchrashuv bo'ldi. Rahmat sizga. Sizga rahmat. Meni beradigan savolim shunda bo'ladiki, Hasan Basri hayoti davomida ikkita hadisga amal qila olgan ekan. Shuncha umri yetmagan ekanda. Sizda ham nimagadir hayotingiz davomida hozirda o'zingizni amal qila olmayotgan narsangiz bormi? Qila olmayapman shunga men. Amal qila olmayapman, o'zingizda o'quvchi bormi? Shu. Juda ham ko'p. Men sizga amerikalik yozuvchi Mark Twainning gaplari bilan javob beraman, ruxsat bersangiz. U esa o'z vaqtida shunday degan. Odam o'lim to'shigiga kelayotganda ikkita narsadan hamisha afsus qiladi. Birinchisi kam sevganidan, ikkinchisi esa kam sayohat qilganidan. Menda ham shunaqa. Rahmat. O'zimni Lenindek his qildim. 11-syezdda u kirgan paytlarda eng oxirgi syezd bo'lganda, xuddi shunda hamma o'rnidan turib qarshi olishgan. Rahmat. Endi albatta. O'rmin. Savollar endi o'tirib olinglar bolajonlar. Shundoqina eng yaxshi savol berganlarga savol beryapsam, maylimi? Odatda men faqat bitta kitob beraman xolos. Va bitta savol muallifiga, lekin bugun sal ko'proq bo'lib qoldi. Birinchi menga juda ham yoqqan savol bu Og'abekni dushmanlar haqida. Marhamat.
keyin menga juda ham yoqdi. O'sha Samarqandning qishlog'ida, cheki qishlog'ida ingliz tilidan dars bergan o'quvchimizga. Yo'q, rahmat sizga. Rahmat. Ванесса, мне очень понравился ваш вопрос. Можно вас? Удачи. Yana bora, chiqing. Jasur. Sağ olun. Albatta tilakdoshman, Nobel olishga. Rahmat. Endi Nobel mukofoti deganlariga men aytdim-da, oyim rahmat aytardilar. Yaxshi niyat yarim korova. Ikkita yaxshi niyat целая korova. Yaxshi niyat qilamiz. Va menga juda ham yoqqan savol bu qiz bolalarni o'qishi bo'yicha Ilhomjon bergan savol. Omad. Qolganlarga esa tantanali tarzda ushbu kitobni kutubxonaga topshiramiz. Marhamat. Janob CEO. Shunisi yana qoldimi bo'lib? Mana shunisi ham kutubxonaga. Bugungi uchrashuvimiz albatta Xudodan. Lekin sababchi sizga va bizga o'xshagan oddiy, lekin o'zini kasbini nihoyatda hurmat qilib, sizlarni kelajakdagi yutuqlarni o'ylab, sizlarga kerakli motivatsiya berish maqsadida qiziqarli insonlarni ushbu Profi universitetiga taklif qilayotgan kimga? Bektosh akaga beramiz. Rahmat. Rahmat. Harakat qilish. Otabek aka, juda ham katta rahmat. Juda ham katta energiya oldik. To'g'ri, men tushunaman, hammalarni kimdadir savollar qolib ketdi, kimdadir savol berilishi mumkin bo'lgan savollar qolib ketdi. Men o'ylaymanki, savollar tugamaydi. Oxirigacha, ya'ni kechgacha, o soat 12-1 bo'lib ketsa ham savollarimiz Otabek aka uchun juda ham doim bo'ladi. Shuning uchun men bitta narsani taklif qilmoqchiman. Ya'ni umumiy qilgan holatda video chiqadi bu narsa. Va o'sha video ostida kommentariyalarda o'zingizlarni qolib ketgan savolinglar bo'ladigan bo'lsa, albatta yozinglar, chunki men Otabek akani juda ham yaxshi bilaman. Har bir insonni e'tiborini, har bir insonni hattoki nafaqat savol, shunchaki salom, mana ko'rib turibsizlar, o'zi tepaga chiqqanimizcha ham shunchaki bir salomini ham aliksiz qoldirmaydigan inson. Shuning uchun imkon qadar barcha savollaringizga javob berishga o'sha kommentariyalarda harakat qiladi deb o'ylayman. O'sha uchun o'sha kommentlarda o'zingizlarni savolinglarni qoldirishinglar mumkin. Hech ham o'ylamanglar, ya'ni hozir bera olmadim, bo'ldi savolim endi o'zimning ichimda qolib ketdi. To'g'ri, bu uchrashuvda qatnashdim, omadliman,
lekin savolimni bera olmadim, muvaffaqiyatsizmanmi deb o'ylasangiz, aslo xato qilasiz. Chunki muvaffaqiyat sizni qo'lingizda. Har qanday usulda Otabek akaga savol yo'llashingiz mumkin. Endi afsuski vaqtimiz chegaralangan, shuning uchun shu narsa. Endi Otabek aka yana bitta narsa, men o'zim ham sizdan juda ko'p ilhom olaman, juda ko'p energiya olaman va eng asosiy narsa o'sha uchrashuvimizda ham aytdim, har bir ishni mukammal darajada qilishingizni juda ko'p ta'kidlaymiz, juda ko'p o'qituvchilarimiz ham aytishadi va Profi University deb nomlanishiga sabab ham o'z ishining professional mutaxassislari bo'lishini xohlaganimiz uchun, ya'ni mana shu dargohda haqiqatda o'z ishini mutaxassisi, professionali bo'lib chiqishini xohlaganimiz uchun Profi University deb nomlaganmiz. Endi mana Otabek aka aytdilar, Amerikada hojatxona ham yuvganlar, bu hech kimga sir emas, o'zlari ham ko'p aytadilar va undan tashqari idish ham yuvganlar va idish yuvishdan, hojatxona nima ish qilishingizdan qat'iy nazar o'sha ishni mukammal qilishga o'rganing. Ya'ni bo'laveradi, shu mendan ketguncha egasiga yetguncha qabilida ishlaydigan bo'lsangiz, hech qachon muvaffaqiyatli bo'la olmaysiz. Faqat shuni qo'shimcha qilib aytib qo'ymoqchi edim. Otabek aka, rahmat yana bir bor sizga katta. Va hammamiz bitta rasmga tushishimiz kerak, biz bu yoqqa turishimiz kerak. Otabek aka, bilasizmi, mana shu ruchka bilan bugun nechta men kitoblarga imzo qo'ydim. Mana shu ruchka sizga keyinchalik o'z kitobingizni yozgan paytingizda mana shu ruchka bilan faqat imzo qo'ying. Xo'p? Profi University. Think out of the box.